Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum aziz muhacir qarindoshlar. Hammanglarninki to'rt ko'z bilan kutib turayotgan bu xo'sh xabarimiz inshaalloh bu ekranda qarindishimiz Tahir Iminning og'zidan anglaymiz. Hammanglarning xabari bor deb o'ylayman. Xitoy bizni tashviqotdan jiroqlashtirish orqali inqilobdan jiroqlashtirish hiylesini ishlatib nurg'un qarindoshlarimizni tashviqotdan jiroqlashtirishga tirishayotdi. Fitna fasodlar, har xil batnomlar, har xil narsalar orqali. Ammo biz yanılam tashviqotni ufutish uchun har zaman kecha kunduz tashviq ilib berayotgan media sohasida xizmat qilayotgan qarindoshlarninki yetakchiligida tashviqot jingini to'xtatmaymiz. Bugun ham buningdan hammanglarning xabari bor. Abdukim Yusuf qarindishimiz Qatar Doha aerodromida Xitoyga yo'lga silinib o'tish uchun tutib qilingan vaqtida qarindoshlarimizning kuch chiqarishi, ma'lum davlatlarning kuch chiqarishi va oxirida Amerikaninki uftishi bilan, ya'ni kuch chiqarishi bilan Xitoyga emas, Amerikaga yo'lga silindi. Demak, bu bizning qarindoshlarimizning jiddiy turishi bilan, tashviqot vositasining jiddiy turishi bilan ro'yobga chiqdi deb o'ylayman. So'zni men hemen Tahir Imin qarindishimizga beraman. Necha kundan beri tigi yo'q, manbasiz xabarlarimiz chiqib qoldi. Uning uchun biz bir qitim oldida o qarindishimiz to'g'riliq bir hikoyaga chiqqan bo'ldik. Bu qitim ham chiqmaydi desak, yana manbasiz xabarlar, isbotsiz narsalar, gap so'zlar olib ketganligi uchun Tahir Imin qarindishim hozir shunda aldirash bir qancha medianing dangliq televizyonlarninki ziyoratini qilayotgan vaqtida va hozir ham Abdukim Yusuf qarindishimizning ishlarini jiddiy betaraf qilayotgan ahvol ostida xalqimizga bir tushuntirish berish uchun yana bu yerga keldi. Quliqimiz Tahir Iminda bo'lsin. Assalomu alaykum Tahir Imin. Va alaykum assalom tajalli va barliq aziz qarindoshlar. Hammalarga men Tahirjon salom. Sizning unvoningizni atamadim. Faqat xalqimiz xizmat qilayotgan insonlarni ko'zi bilan ko'ra oladi, qalbi bilan seza oladi inshaalloh. Bu qitimliq g'alba, bu qitimliq xo'sh xabarni sizning og'zingizdan anglayli. Nima ish bo'ldi? Abdukim Yusuf akamiz 2019-yili 8-oyninki bugun 6 deyman. 6-kunisi. Bugun tushdan keyin Amerikada biz bilan inshaalloh yuz ko'rishdi. Bu xo'sh xabarni ba'zi kunlardan qarindoshlar anglagan bo'lishi mumkin. Bu xabar tarilib ketgan bo'lg'achqa biz munosib o'rinlarga bu xabarni toki Amerikaga tushgandan keyin oshkorlaydiganligini bildirgan bo'lsakmi, lekin bu xabar tarilib ketgan bo'lg'achqa nurg'un medialar anikin munosib qarindoshlar tashkilotlarniki talabi bilan mushlar nima yeyish, mushaqda ochiqlama bersangiz deganlik uchun bugun majbur bo'lib shu bizning talab qilingan talabga xilof holda turibdi. İnşallah bugün tushdan keyin ko'rishimiz inshaalloh. Ya'ni siz birozdan oldida ekranga chiqish majburiyatiga majbur bo'lib qolganligimizni deyishdik. Chunki urushdan keyin qahramonchiq chiqadi deb ba'zan qarindoshlar buni har xil shaklda taqtishga boshlaganligim aniq. Ammo amaliyot xizmat qilayotgan qarindoshlar sizlar va yana bir qancha qarindishimiz ya'ni jiddiy shu qarindishimizni kutib olish uchun tayyorlanyapsiz. Vaqtni cho'ng tutib, ya'ni shu kuni oqshimi mana yarim kechada keldi bu xabar. Sizga qanday keldi? Qanday ulashdingiz? Qaysi shaklda nima ishlar yuz berdi? Shundan bir qisqacha bir shaklda anlatib bersangiz. Oldi bilan deydigan muhim so'zim bu qarindishimizningki qutqizish faoliyatiga nurg'un uyg'urlar qatnashdi. Ular hammasiga rahmat aytaman. Bundan bir o'rin yoki bir shaxs bilan bog'liq bir voqea emas. Balkim ba'zan tashkilotlarimizning yoki ba'zan bir shaxslarimizning kiti biroz ko'rinarli unum bergan bo'lishi mumkin. Unga rahmat deymiz. Ammo voqeaning jarayoni qanday bo'ldi desa, juma kunisi kechda soat 5da tunji qitim Abdukim Yusuf akamiz o'zininki shunday bir jiddiy ahvolda qolganligini bizning Uyg'ur agentligining Turkcha kanal boshlig'i Istanbuldagi bizning bir doktor mas'ulimiz bor. Uyg'urcha, Turkcha xabaruyg'ur.com'ning mas'uli shunga aytdi. Bu mas'ul boshliq meni xabar qildi. Men bu xabarni anglagandan keyin jiddilashib biz Uyg'ur agentligida yig'inlashdik. İctimaileştirimizmi, hükümetleştirimizmi de
Ko'pchilik ham bir vaqtda ham ijtimoiylashtirildi, ham hukumatlashtirildi. Shuning bilan men ijtimoiylashtirish uchun tunji qilib bizningki xalqaro axborotchilar kanalimiz bor. Focus on Uyghur Genocide. Uyghur qirg'inchiligiga markaz qilishda xalqarodagi davlat axborot vositasidan 60 muxbir turdi yerda. Ular Uyg'urlarga xabar tasavvur yetkazib beramiz. Bunga 1 yil bo'ldi. Uni ilgari bir tilga olgan to'q. Shular deganda ekan, shuningki bir muxbir bor, BuzzFeed degan medianiki muxbiri, Mega Ravaja Panda degan bir xonim bor. Bu xonim bizga darhol shu Abdukim Yusuf Efendiniki barliq ishlarni bajaradigan hozirgi advokatlikni ustiga olgan Kimberlayn xonimni tanishtirdi, advokat. Bu xonim BDT kishilik huquq konsuli United Nations Human Rights Council'la aloqalashdi tunji bo'lib. Andan keyin men Gulchehra adimizga, Umartnat akamizga, Murod Ataman do'stimizga, kishiga bu xabarni yetkazdim. Gulchehra adimiz birinchi bo'lib State Departmentga xat yozdi. Umartnat akamiz State Department Aqsaray xat yozdi. Murod Ataman akamiz Ag'ilimiz Murod Ataman shu Amerika hukumatidagi munosabatlik Uyg'ur xodimlar, Amerika hukumatidagi munosabatlik Uyg'ur xodimlarga bevosita aloqa qilib, shu vaziyatni jiddiyligiga yetkazdi. Bu ish so'ngda naytizlam birinchi kun islom Amerika hukumatining diqqatini qo'zg'adi. Biz toki tong otgan soat 6 ga qadar shu Amerikadagi qarindoshlarimiz biz darhol Amerika Uyg'ur munbiri deb bir munbar qurdik. Amerikadagi barliq faoliyatchilar, ziyolilar hammasi ham bo'lib, 100 ga yaqin shu voqealarni asos qilib bir qo'zg'ash uchun. Bu to'pimizda shu Amerikadagi barliq faoliyatchilar yig'ilib, shu masalani muzokara qildik. Shuning bilan tong otgan chog'da bizga shu Amerika hukumati tarafdan shuniki o'tkazishning oldini o'tkazib berishning oldini oldigan bir qanday xush xabarlar keldi. Tunji qitimda qutquzish harakatininki birinchi kunida shu Amerika hukumati tashqi ishlar ministrligininki talibi, undan keyin advokat Kimberlayn Birlashgan Millatlar Tashkiloti insoniy huquq konsilininki jiddiy aloqasi bilan bu birinchi kunda qutquzish saqlanib qoldi. Ikkinchi jarayon u ayrim bosqichni nega olib boramiz, qanday qutqizamiz, qaysi davlat bilishni xohlaydi, qaysi odamlar mas'ul bo'ldi, sponsor bo'ldi, bu ayrim masala bu jarayon. Ammo birinchi masala Pokistonga uni Pokiston yoki Xitoyga yo'lsizib etmang. Ya'ni ikkinchi kunisi, shanba kunisi akamizni Qatar vaqti soat 11 ga yo'lsanmoqchi edi. Qatar vaqti soat 11 bizning Amerika vaqtida xillab burun. Biz u chog'da uyg'onmagan bo'lishimiz mumkin bo'ldi. Endi shu kunisi bizni xo'sh qilgan ishim bo'ldi desa, advokat Kimberlayn xonimdan boshlab State Departmentga barliq amaldorlargacha biz Uyg'urga ham dema, men deyotgan sanagan qilishimiz Uyg'ur, bu Uyg'urlar hamda albatta uxlamasligimiz mas'uliyatimiz. Xususan meniki bir necha do'stlarim bilan men uxlamadik qanaqacha. Ash Amerika Uyg'ur munbirdagi qilishimizning yerimi uxlamadi. Ash kech soat 3-4 gacha xat yozib, bu uxlamadi. Ammo Amerikaliklar qanday qilsa, Kimberlayn xonim soat 4 gacha man xat yozdi. Amerikada turib 4 gacha uxlamay, ashning arxivini egallab, uchur egallab, jadval qo'shib qo'zib, 10 necha bat o'rin qo'shib qo'zib ashning ayollar bilan o'tirib. Nimaga keldik endi mana State Departmentga jumakiz ishlamaydi Amerikada. Jumakiz kechida bo'ladi, kechida tixim ishlamaydi. Shanba kunisi tixim ishlamaydi. Bu o'ylansaq bu odam ta'sirlanadigan bir ish bor. Amerika hukumatining xodimlari buni anlagandan keyin bir Uyg'urning hayotidagi ne qadar muhimligini his qilib, bu Xitoyga bir Uyg'urni o'tkazib berishdan keladigan xalqarodagi bir qo'rqinch, Uyg'urlar bo'lgan ruhiy zarbini o'ylashib, Amerika hukumati cho'qim Uyg'urlar bilan bir maydon ko'rishmoq deganni amriy erklar isbotladi Amerika hukumati. Mushni xabarda barliq tadqiqotchilar bo'lsin, Amerikaniki Serbanik tadqiqotchilar bo'lsin yoki aloqa xodimlari bo'lsin, hammasi shu bir kecha uxlamay jiddiy bizga aloqa qilishib, butun uchurlarni egallab, Qatar hukumatiga diplomat usullar bilan aloqa qildi. BDTniki xodimlari Xolif degan bir odam bor. UNHCR'niki Qatar qo'shchi odam. Shu odam bizning advokat bilan Kimberlayn bilan aloqa qilib, bir kecha uxlamay shuni yetkazdi. Men shu hozir shu maydondan foydalanib turib, Umartnat akamiz, Gulchehra xonim, Murod Ataman ag'inam va uning tuqqan do'sti Amerika hukumatidagi tuqqanimiz va barliq Amerika hukumatidagi xodimlar Kimberlayn xonim hammasi rahmat aytman. Onun boshqa to'rlida mushligan aytdi, otchiliklar ovoz qo'shayotgan bo'lgan qarindoshlarimiz bor. Ular hammasi samimiy holda Uyg'urniki hayotni tuzish uchun ko'ngil bo'ldi, ilhom berdi. Yaxshi, ijobiy uchurlarni tarqatdi. Garchi ba'zan bir passiv, salbiy, aldirang'ul uchurlar bilan biz tarqatmasin degan uchurlar taqlid etib bizga biroz qolaysizliklarni kelgan bo'lsa-mu,
gerçi. Hoş. Lekin herhalde yaxshi kontrol qildik deb o'ylayman. Albatta. Bizim rahmat etimiz inşallah belki bizning xalqimiz rahmat etidi. Hozir naq maydonda ko'rayotgan qarindoshlarım albatta. Murat Ataman, Tahir Imin, Ömer Kanat, Gülçehre Hanım. Bundan başqa, yani ben unutib qolmay. Bunun başqa advokat Kimberlayn Xanim. Kimberlayn Hanım, Uyg'urlardan Bunun başqa bizning hemşehrimiz Tumaris Almas shu iqtisodiy jihatdan shu UHRP Uyghur Human Rights Project'ning nomida pul yig'ish mas'ul bo'lgan. Bu hemşehrimizmi pul yig'ish uchun aktiv bilan do'stlarni safarbar qilib kuchli bunga. Tumarisga rahmat etamiz. Bo'ladi. Tumaris xonimga rahmat etamiz. Arslan kardeşimiz rahmat etamiz. Arslan Hidayat kardeşimiz. Arslanni unutib qoldik. Chiqargan videoni ingliz tarjima qilib shu Twitterda Facebook'ta tarqatgandan keyin medialarniki diqqatini tortdi. Medialarning ta'siri bor. Endi biz medialarga tarqatmasdan turib, hukumat bilan aloqalash yo'lini tutgan bo'lg'achqa medialarga biz aktiv javob bermadik. Xabar qilmadisizmi, xabar qilmanglar deb to'sab turdik. Ammo bir qism tanlashimiz, masalan, Abdug'ani Sabit, Alloh rahmat qilsin, Arslan Hidayat, bu qilishimizning hammasi yaxshi media xizmatida aktiv ovoz qo'shdi. Rahmat etamiz. Allah razı olsun. Tumaris xonimni telefon qilib men ololmay qolibdiman. Men har zaman bu iqtisod yig'ish masalasida agar nima qilsa Uyg'ur jamiyatiga e'lon chiqaradigan shu bo'lsa biz bunga kuch chiqarman deb turdim. Ammo herhalde unga ehtiyoj tushmagan bo'lishi mumkin yoki men bilan shu kun aloqalashmay qolibdi. Men bilgan bo'lib qolganim uchun. Ammo chiqib aytganda bu qarindoshlarimizning ismi tilga ilindi bir qator. Allah razı olsun deymiz. Bu yerda ularning ismini tilga ilib rahmat etishimizga sabab bu yerda qarg'ulash, maqtash emas, balki millat uchun xizmat qilgan, amaliy xizmat qilganlarni bizning unutib qolmaydiganligimiz, bizning yo'laydiganligimiz, qo'llaydiganligimiz, hozir hamda og'zaki bo'lsinmi, til qilib ularga yaxshi duoda bo'ldiganligimizni xalqimizga bildirish, bir-birimizni qo'llasak, bir odam emas, balkim kelgusida inshaalloh bunday qilib bo'lmas, ammo bo'lib qolsa yana 10 odam, 100 odam, 1000 odamni agar birlashsak, agar shunday fidokorlar bo'ldigan bo'lsa, sizlarga o'xshagan bizningki ularni qutuldirib qola oladiganligimizni, Allohning bizga yordamchi bo'lganligini xalqimizga bildirish uchun ularni tilga olgan bo'ldik. Buningda boshqa davlatlardanmi buni yig'inchoqlab o'tish uchun so'rayman. Yordamchi bo'lgan, ya'ni Turkiyadagi ba'zi tashkilotlar va rahbarlarning buni jiddiy mengayotganligidan xabardor bo'ldik. Masalan, Ma'rif dernekidan va Hidoyat lozim qatorliqlar. Buningdan xabaringiz bormi? Men internet orqali Turkiyadagi bir qism tashkilotlar, jumladan Sharq Turkiston Ma'rif dernekininki bunun yo'llanganligini oldim. Xo'sh bo'ldim. Ham bularniki Turkiya Ichki ishlar ministrligininki Uyg'urlarni qabul qilish orzusi borligini men Amerika hukumatiga bugun atdigan yetkazdim. Amerikaga akilib bo'lish xabari qaror qilinib, aeroplanga silinib qolgandan keyin yetkazdim. Chunki Ma'rif dernekilar shuni debtikan, shu aloqa qilgan. Hamda o'tirdiki men jarayonni o'qimayman. Nima yetkazdim desa, chunki Amerika Uyg'urlarning u qadar faqat Amerikadan emas, boshqa davlatlarni qo'llaydiganligini, yolg'iz emaskini bilsa, deganni yetkazdim. Lekin boshqa tashkilot hamda bu vaziyat jiddiy bo'lg'achqa, Qatar hukumati bizga aran 7 kun vaqt bergan bo'lg'achqa, bu 7 kun vaqt so'zilib ketmaslik uchun Amerika hukumati jiddiy harakat qilib Amerikaga keldi. Agar Amerika aklishga majbur bo'lib qolmasa, o do'stimizni Yevropaga apasimi yaxshi bo'ladi. Men o do'stimdan Turkiyaga borishni qattiq umid qilardim. Masalan, nima ish qilsa Turkiyada Uyg'urlar biroz ko'p. Turkiyada iqtisodiy jihatdan bism Amerika o'xshash qattiq bo'lmaydi. Amerikada yosh bolalar kasb bo'ladi. Xolasi egri keldi bu yerda. Hamda Turkiyaga tashabbus qiladi, lekin Turkiya kechikib debdi buni Amerika qaror qilib yo'l sap bo'lgandan keyin debdi. Shu men buni yetkazib qo'ydim, lekin shunday bo'lsa-mi, buni qo'shildi. Undan keyin boshqa bugun mediaga shuni deb qo'ydik, hayotning Middle East ayga Turkiya hukumatini qabul qilish arzusini bor edi. Chunki biz Turkiya hukumatini yomonga chiqarib, hech qanday bir davlat yordam qabul qilmagan, Amerikalar qabul qildi desak, xalqaro jamiyatimiz sat turdi. Uyg'urlarning ittifoqdoshlari ko'p. Biz Xitoy yetim olishimiz kerak. Qatarni bu qitim men mediaga yana bir narsani dedim. Qatar hukumatiga rahmat. Qatar hukumati xalqaro qoida-qonunlarni hurmat qilib, musofirlarni o'zi xohlamagan ahvolasida 3-chi bir davlatga qaytarmas shartnomasiga amal qildi. Agar amal qilmagan bo'lsa-chi, Qatar ishonib mas'ul bo'lmayman. Men
Xitoylar hamkorligim bor yoki Xitoyning gapi anglaymaydi yo'l bergan bo'lsa shu. Hı. Biz uni hech demaydi. Shu Qatar hukumatiga men inglizcha mediada rahmat aytdim. Hı. Arabcha va inglizcha rahmat aytdim. Qatar hukumati biz rahmat aytsak bo'ladi. Tunji qatam arab davlatlari ichida Xitoyga qarshi no degan davlat Qatar bo'lib qoldi. Hı. Turkiyadagi tashkilotlarimiz rahmat aytamiz. Lekin undan boshqa men ismini tilg'ilishni unutib qolgan, bilmay qolgan qarindosh bo'lib qolsa, meni afv qilinglar. Men hargiz do'stimiz meni tajalli do'stimiz taklif qildi. Chiqmasa bo'lmaydi deb. Shuni men amalsiz chiqib qoldim deyaga. Hargiz men bu ishni men qildim deganligimdan yoki bu ishni vakilim men deganligimdan emas. Men bu chiqishdan burun Gulchehra xonimimiz Ummatnab akimiz bilan maslahatlashib chiqmadim deb. Chunki biz bir team bo'ldik. Men har ishni qilsam jamoat bilan hamkorlashib maslahatlashib qilishni yaxshi ko'raman. Oldu so'rab men chiqmadim. Meni to'pog'im yo'q. Meni xalq tillamdo maqtamda qat deyishim yo'q. Bu gapni urg'u bilan deb qo'yay. Xalq tillamdo maqtamda bir mo'salik ishim yo'q. Men vujudimni qilishni xalqning maqsad karim yo'q. Shu degan maslahatli chiqishimning sababi tajalli hazlitim. Amalsiz 3 kundan beri avar qilavergan bo'g'achqa. Xo'sh. Deb qo'yib chiqdim so'roqqa. Deb qo'yay. Biz chiqishimning o'zi, qarindishimizning o'zi yana 3 soatdan keyin Amerikaga tushdi. Shuni yurak to'q. Hamda bu xudo yerimiz yo'q. Shuni chiqdi. Shu bu yerda töh bilan ishim yo'q. Tayirning bir mo'chalik assi yo'q. Mana jamoat bilib qolinglar. Töh baba dilib qolsa, töhba zillat kunning töhbisi. Türmege Xitoyga qaytarilgandan keyin ikkala Uyg'ur jamoati qo'zg'alib, ikkinchi bir Uyg'ur qaytarilib ketsa, bunga qattiq nafrat bildirganlikni Uyg'ur jamoati qattiq azoblanganlikni ifoda qilgandan keyin biz hammamiz bizning vujudimizda zinnatli bo'lgandan keyin biz azoblandik. Siz men azoblandim. Shunday. Umarkam azoblandi, Gulchehra azoblandi, ham Uyg'ur azoblandi. O'sha Amerikadagi tilgacha unutib qolgan do'stlarim bo'lishi mumkin. Bizning Amerika Uyg'ur mumkinlikda nurg'un yosh fidoyilar hammasi mush ishqa bütün vücudu bilan pul kesib pul chiqarayli. Hareket qilib aşı dedi. Aşı gapning o'zi, aşı internetga har bir Uyg'urning ko'ngil bo'lganligi bizga ilhom bo'ldi. Demak, ko'ppa zinnat kunning ko'pisi. Turmedagi Uyg'urlarning ko'pisi. Rahmat. Ya'ni bu yerda bu medyarimiz, teşvikatimiz aslında bir narsani oshkorlab ish buzishni maqsad qilmaslik kerak, ham unda qilmaydi. Fakat cemiyette bir iş bo'lguncha, masalan, Abdukim Yusuf efendim Doha Qatarda tutulandim degan bu videoni chiqarib tarqatgandan keyinla na jiq gap bo'lib ketdi. Facebook'ta, WhatsApp'ta biz bunu kontrol qilolmaymiz. Endi bugun biz Uyg'ur xalqiga biroz vakil xarakterda bir qancha tashviqot o'rni o'tirg'i chiqdi. Buning ichida birisi bo'lish suhbatimiz bilan bu to'g'ri ma'nsun deb ba'zan xabarni, ya'ni oshkorlash tegishlik bo'lganliklarini oshkorlash uchun biz aqasinglarni, sizlarni mediaga taklif qildik va bu qitimma ham masalan bizning suhbatimiz tunigan bo'lmoqchi edi, shunami? Ammo biz tunigan maslahatlashib Tahir Imin qarindishimiz bilan biz buni hozir qilmay turaylik, chunki yana lam Abdukim Yusufning qutlug'ini yo'q. Ki yana xatolik yuz bermasin deyishdik. Umar Qanot efendim bilan maslahatlashdik. Biz buni hargiz sirtqa oshkorlamay turaylik deb bugun so'radik. Bugun Facebook'ta, WhatsApp'ta Abdukim Yusuf efendim qutulibdi degan biroz manbasi bo'lgan xabarlar taqaldi. Taqalgandan keyin buni har bir Uyg'urmi demayman, bir qism bunda qarab turgan, to'plangdan to'g'ri cho'g'layman deb turgan kishilarmi o'zining Facebook'iga elib choplabla voy mandaq degan narsa chiqqandan keyin buning sahibi bo'lgan, buning yo'lbosh, buni qutuldirib olishga xizmat qilgan qarindoshlarimiz bu yerda qilib ayandan ovozlar chiqayotgan bo'lgandan keyin hozir buning xabarninki sahibi deb bersin bu ishni deb sizga men ching turdim, sizlarmi bo'ladi undaq bo'lsa deb buni chiqardik. İnşallah xalqimizning bir boshdan xo'sh olsun dedik. Xo'sh, undaqda bu şekildeki temi bu yerda tugasa, yana hozir masalan deyli, temining men keyin tarafidan kelay. Agar bundan keyin yana bir qancha qarindishimiz yoki birasi bir yerda turib tuyuqsiz video e'lon qilib bizni qutqizinglar deb dunyoga e'lon qilib qolsa, sizlar masalan 10 necha varaq qog'oz tayyorladik, dokulat tayyorladik, kecha chuqlamadik deysizlar masalan.
Ama bazı kişiler bunu tuyuqsiz oshkorlayapti. Bu yerda bir zidlik var-ku. Amerika bir odamni qabul qilish uchun bu yerda odamning davosiga, yig'lig'iga, kulganiga qabul qilmaydi. Qog'ozga, dokladga, kecha uxlamay bir narsalarni tayyorlaganga qaraydi-da. Buni hamma xalqimiz tushunmay u yerda Facebookga chiqiblam e'lon qiliblar, shu yolg'on rost bir narsani aralashtirib bunday qilib o'tib buningga ta'sir etami deyapman. Ya'ni buningdan keyin yana bir shunday qutuldirib olish ehtimollarga xalqimizdan chiqiblam asossiz narsalarni e'lon qilish bilan buning ta'siri etami? Buni deb qo'ydi xalqimiz. Bununla ma'lum darajada ta'sir etadi. Masalan, Abdulkim akımızga Qatar elçixanası, Qatardaki Xitay elçixanası kelib, ko'rishma sen bilan degan gapni degan. Bu xabar rost. Biz bu xabarni bilamiz, bu gaplarni demaymiz, oshkorlamaymiz. Chunki Amerika kelib bexatar bo'lib bo'lganiga, Amerika yoki ichki davlatga berib bexatar bo'lib bo'lmoqcha odamning hayoti xavf ichida bo'ladi. Shunday. Agar Qatarda masalan falon yotoqda, falon uyda turibdi degan gap yetib qolsa, yoki rasmlarni o'rin qo'sh oshkorlasa, agar Xitoy hukumati maxfiy odamni avatib shu uyg'urni yalab akersa, buning kimmasi bo'ladi? Oshkorligi bo'lmaydi. Bu osondan bir ish. Agar bir uyg'ur o'zining hayotiga men zot faloni joyda inib davlat tashkilotlar bilan ma'lum aloqa qilmay turib, ma'lum bir organ bilan aloqa qilmay turib, o'zining qo'llash tadbirini qo'llanmay turib, o'ziningki o'rnini haddidan ziyod mumkin oshkor devatsa, yoki ma'lum Amerika hukumatidagi ma'lum bir organ davlat biz mas'ul bo'lib qutuldirmaymiz deb va'da qilib qo'ygandan keyin u o'tirdiki ba'zan bir inglizcha protokol deymiz saqlash tegishli ba'zan bir qoidalar bo'lgan. Shu qoidalarga rioya qilmay turib uni oshkorlasa, uning ziyni kim bo'ladi? Shu odam bo'ladi. Chunki maxfiyat oshkorlandi. Amerika hukumatiga masalan agar shu uyg'urni Svidan, Shvetsiya qabul qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, Shvetsiya Xitoy hukumati telefon qilib, Svidan Shvetsariyami deymi? Shvetsariya deymi? Telefon qilib, sen qabul qilmoqchi bo'lsa, qabul qilsang bo'lmaydi deb buni bisim tushirib, ishni kechiktirsa, bir ishni o'zini kim mag'lub qiladi? Biz hech qanday bir narsani xabarchilik qilamiz-da. Shu xabarni biz avval angladi, shu odam bilan bo'lgan munosabatim yaqin deb uni jamoat oshkorlasa, bu chog'da biz shuhratni og'ir shuhratdan tayinlamaslik mumkin, lekin bir ishni buzgan bo'lamiz. Shunday. Shu bo'lamiz. Hozir men yana bir qator ishlar bo'lmayapti. Shu ishlarni men bo'lmay turib oshkorlamayman. Hozirning o'zida masalan, tushukcha yana bir qator ishlar bo'lmaydi. Uni oshkorlasam bo'lmaydi. Chunki mening maqsadim bu ishni oshkorlab bir narsa erish emas. Menga to'q foydasi yo'q. Askarning vaqtida. To'q foydasi yo'q. Men ishimni qo'yib, bugun maktabimga bormadim. Men ertaga soat 8 dan 3 soat ishga darsim bormadim. 2 ders o'qiyman. 4 soatdan 2 soatdan 1 soatdan o'qiyman. Ash darsimni qo'yib mangdim. Advokat bilan boramiz. Mushun hammasini mush millat ishini qilyapmiz. Shuhrat uchun emas bu yerda. Xalqniki aldirab xushallik xabar yetkazishimiz to'g'ri. Lekin ashuni yetkazsak bir oqibatda foydasini bilish kerak haqlar. Shunday. Ana dastlab qadamda biz ziddiyat to'xtamasining gapda dastlab qadamda mushuni oshkorlamasa xalqaro jamiyat bilmaydi. Amerika hukumati bilmaydi. Tashkilotlar bisim bo'lmaydi. To'g'ri. Uni dastlab qadamda Uyg'ur o'zi oshkorladi. Buni bildiringlar. Bu birinchi bosqich. Shu odamni bir odam qo'lga ilib, butun jamiyat bilib ketdi deb qo'l qilishga bir bosqich. Ammo ikkinchi bosqichda bir davlat qo'lga olib qo'ygandan keyin odamdan tortib, shu odam aloqaga odamni doirasi cheklandi. Masalan, Abdulkim Yusuf afandiga shu Amerika hukumati Xitoyga qaytirishni uqtirib qo'ygandan keyin men Abdulkim Yusuf afandiga boshqa uyg'urlar bilan aloqa qilmang degan. Abdulkim Yusuf afandi bunga rioya qilmadi. O'zining rasmlarini tarqatdi, boshqalar arasini deb berdi. Men amalsiz qoldim ishim deyamdi. O'rtada bizning savollarimiz bizning to'shqizgan 14 emas, qilijik narsa materiallar bu yerda. Shu mayli qilib Abdulkim afandi boshqa suhbatlar bo'lib ketdi. Bizning ko'nglimiz yerim bo'ldi haqiqatan. Biz bu yerda shunda dilg'ilib ketdi. Kishilar bu yerda aka sizni siz ko'p tırnaqasiz ko'ngillarda bu gaplarni dedi. To'g'ri, uni tushundi. Lekin bu haqiqiy qattiq rasmiy ish emas, formal ish emas bu yerda. Bu gapni qilsak bo'laverdi. Lekin odamning vaqtini olsa, bizning ishimiz rasmiy aytgan chog'da to'salg'i bo'ldi. Bizning advokatimiz xabar bo'lib ketdi bizga 2 kundan oldida. Bu sizlar bu qanday bo'lib ketdi? Sen uchiribsan, men yetkazib bermaysan dedi. Men Abdulkim afandiga telefon qildim, olmadi. Qat'iy olmadi. Birdan olsa boshqa
söhbət xatirəsini mana falan yerdəki də rəsmdən elan qıldı. Bunu xəbər olub qaldı həqiqətən. Bu gəpni demək olmaz. Başqa qardaşlarım bir şey kəttasa, Ya demesek olmaydı. Məsəl boğadını bundan avartısını olmaydı qardaşlar. Biz mən bir hüquqlar emas. Küçüklərin heç qanday işqa. Amerikalıların əmələ emasmı? Hər bir Uyğur, Amerika yolmuatqa Uyğurların həmmisi ikkilemchi bir kuch biz yetkazibdagichi shunday bir Uyg'urning dardi bor ekanda. Ham biz vositchi bo'lganimizda uchur rostchi bo'lmasa bo'lmaydi, aynan bo'lmasa bo'lmaydi, vaqtli bo'lmasa bo'lmaydi. Nima bo'ldi? Endi tarjima qilamiz gaplarimizni. Bu jarayonda odamlar vaqtni qadrlamasa qiz bo'lmaydi. Xalqlar vaqtini etkazsa qiz bo'lmaydi. Shuni deydig'ini qarindoshlarimiz hayajonlanib bitta uchurlarning ba'zan bir oshkorlanmagan uchurlarni vaqtincha oshkorlamas biroz yaxshi deb o'ylayman. Tanqid qilsak halimiz yo'q. Hakkımız yok hakkında. Onu diyemeyiz. Lakin özellikle halktan ne kısalı buluyor orada. Lakin hakkında hayatı oylaşmışsanlar, hakkında hayat hem de mühim. Hakkı yardım kılımız dep emez. Özümüzün şöhretimizi köstümüzde kılan bolsanlar, onun Allah öz birimdisi. Lakin işte buzup koyup, hakkında hayatlığa oynayıp koysa, uçakta akıbetke hiç kimse olmuyor. Biz kalımız uçakta. Sen Allah buna Amerika hükümeti yardım kılanmaktı. Sen için yaramaksa diyen gepler bizga va Amerika hukumatiga va Uyg'ur jamoatiga cho'ng bir zarba bo'ldi. Eng muhimi bu Uyg'urning hayoti xavf ichida bo'ldi. Shu bu jihatda uchurni oshkorlashda andavot degan gapimizda onlagan qilib davlatish to'g'ri emas. Aniqlab bu ishlar kim mas'ul bo'lyapti? Qaysi organ, qaysi tashkilot mas'ul bo'lyapti? Shuning bilan aloqa boqayli, qanday uchur bor shuni bilish kerak. Bizda bir tashkiliy intizom bo'lsin. Biroz bir harakat bir qiliblassin, hamkorlik ro'yassin ishlarda. Bu hamkorliklar aşmayıp iş kadar sıkıntı olmaydı. Şundak. Ya bunu demesek olmaydı. Mesela yani ki bunu aşkarlavatqanlar medyadan emas, belki nemeden boluvatadi, şəxslərdən. Məsələn, Abdukim Yusuf'ninki turvatqan yeri, yataq, nə turvatqan həmməni şəxslər aşkarlayıb qaldı. Bunlar heç təşviqatla əlaqəsi yox adamla hətta. Məsələn, təşviqat orqanları biz şu gündə tartılan telefonlaşdıq, telefon qıldıq məsələn. Bazen məxfiyyətliklərini bildik, təşviqat orqanı avval bir nərsini elan qilishni maqsad qilgan bir o'rin. Shunday bo'lsa-mu, u hech oshkorlanmay tursa, təşviqat bilan hech aloqasi yo'q odamlar darhol buni har yerga oshkorlab o'tishi bu haqiqatan hammalarni parakanda qildi. Inshaalloh buningdan keyin xalqimiz unda qilmas. Chet eldagi insonlar kichikkina shuhratni deb, "Mani men taniydim yoki maishni men bilib qoldim" deb darhol WhatsApp'ga yoki Facebook'ga bir narsalarga oshkorlab o'tishi belki uni qutuldiramay qolib qolsa qanday bo'ladi? Bu vaqtida buning dardidan kim tortadi? Masalan. Burimi ba'zi ishlar yuz berdi. Xo'sh, bu sizningki to'ringiz yaxshi emasmi yoki shunday bir masala chiqdimi? Ishqilani biroz ketib oldi. Lekin mas'ullarni ko'mak atma. Men ovozini chiqatamda. Men ishqilani o'chirib etdim chunki sizga nisbatan mana bu davomli qashda bo'ldi. Amerika bilan Yevropaning to'ri soat bir yerimizda bir kelishmas bilan bilmadim. Agar xohlasangiz men sizni yana bir mush bitli o'chirib qayta bir olasam bo'lamdi? Bo'ldi. Nima bo'ldi? Aziz qarindoshlar, to'rning masalasi biroz egizpas bo'layotgan bo'lishi mumkin. Yana bir qatim ulayman Bayram Emin efendini. Endi herhalde Meni 15 minut vaqtim bor. Tamam, 15 minut ichida sizdan yana xo'sh buningga kuch chiqargan kishilarni tilga olgan bo'ldik. Bu vazifa, ya'ni qilingan xizmatning nimasini bak tezlab o'tib ketdingiz. Masalan, doklad tayyorlash, o'rinlar bilan ko'rishish masalasida xalqimiz bilib qolsinki, bu ishning bunday bir oson bo'lmaydiganligini. Madamni qabul qilaylik deb qabul qilib ketmaydi. Chunki hamma odam bu da'voda hozir. Amerika bizni qabul qilsa, bizni ketgan bo'lsanglar, Yevropa bizni ketgan bo'lsanglar deb jiddiy qarordi. Buning qiyinlik tarafini kichikkina ichib biramsiz. Endi bu qitim Abdukim Yusuf efendini qutqizish jarayoni jami oldi kelib 4 kun vaqt oldi. Bu tarixda Uyg'urlar uchun emas, Amerika uchun, hatto butun dunyo uchun oz ko'rilgan tez qutqizish harakati. Bunda ish oz ko'rildi. Amerika State Department 4 kun biz uchun ishildi. State Department'dagi har qaysi Qatar elchixonasi, kişilik huquq bölümü, Asiya işleri bölümü, andikin tashqi aloqa bölümünün hammasi Uyg'urlar uchun ishildi. Bu oz ko'rilgan bir ahvol. Buningda Uyg'ur tashkilotlarining necha vaqtdan beri
hareket kılayotgan Dünya Uyghur Kurultayı, Uyghur Kişilik Hukuk Cemiyeti, Kişilik Hukuk Kuruluşu, Erkin Asığa Radyosu, Katarlık. Özümüzün Uygurlarıyla unutulganmayla, biz okulan birge. Bütün teşkilatının kendisindeki rolü buldu yani bunda. Şunun aldığı ular rahmet yetemez. Aşında şeyler bulmagan bolsa, Amerika hükümeti bu işlerin kartavında tez aktif icabı rol oynamakta. Güçlüğe elimizde başına ahire özünün vaktini serip kılıp, yol çıkarmagalı bulmamakta. Ömer Kılıp akımız okşaş. Ömer Kılıp akımız bilen şu 3 gün içinde 100 kıtım yakın tutuluştu. 100 kıtım yakın 3 günün içinde. Ömer Kılıp'ın bu şu ceryanındaki vakalini 3 kere olmak durursa ne kıldık, anlar kılmışlar. Başında çıkışlar bu gitti. Kimberley'in hanım azı 8 saat yolmana ayrımı mağdur. Aduka 8 saat maşın yol verip 2 saat tanıtmasında yolu çıkıp maşındaydı. Azı ayrım kitvatıdı. Aduka. Bu yerde emgek nait asan emez. Demek olduğumuz ne dese bu iş alaka, diplomatiya hizmeti, materyal tayarlaş hizmeti, uçur alaka kılış hizmeti hem hizmetlerini öz işgaldan mürekkep bir ceryan oldu. Amerika hükümetine kayıl kıldıgan gamı nolu yüz gerek, nüfus gerek, vakit gerek, işenç gerek. Amerika'da işenç, kredit olmasa iş anlaştığı bulmayla yakken. Şuna bu cihette bizge kreditini çoğunlar verdi. Bu cihette iş falan bolumuz bulmaydı o. Burası işimiz gerek. Bunun keyin bunun bu işler işlep kalsa kırımlaştığımız aldırıp tevekkül kılması gerek. Bu iş az görüldü, ciddi görüldü. Peki bundakin bunda bulmamda bunu okumayız. Tasarruf bir kırımlaştığımız oturup çıkıplan, şunda Amerika hükümeti kutbuzluk emin edeplan oturup çıkıp kalsa biz gücümüzden yetiştirişimiz. Lekin birinci şartı çoğunki ötküzüp veriliş xavfine ait kurboğan yer buluş gerek. Şunda ahval asırlan buludu bu iş. Hem de Uygurlarını biz mühim ya mühim emas deb ayırmaymiz. Hem Uygur mühim biz şu. Abdülkim efendim o bir siyasi davalık edemez. Bir normal ticaretçi soğudiga. Biz o adamı yaxşı adam deb düşünemiz. Biz egerligi ahvallar adam yaxşı adam deb düşündürdi. Qağınıga o adam kelib Amerika kelgandan o'zini turmushini yaxshi qamdab, Uygur jamiyati uchun bo'lsa yaxshilik qilib, hech bo'lmasa yomonlik qilmay, millatning bir yuzini yag ulg'ayishni qilmay, yaxshi yashab ketsa, müşterikisini yolman Allah'ın hemiz ortak fikri şu. Biz bayağı düşünüyor işte o. Uygur için, Amerika için hiç kadar bir ziyarlık için ama yaşlı kıpası biz şuna razı. Bir Uygur hayatı kutupkası biz şuna razı. Elbette. Yaman kıpasam şu cayık yolasap oyda iş çıkıyordu. Sizden 15 minutla vaktiniz kaptı. Tumarız hanım nak meydanga telefon kıldı. Ben başta özlem kılmakçı boğantım. Avazım var mı? Baba. Tumarız hanım siz kapama 2 minut saklap dursanız ben mavu çünkü Tahir'imin azı mühim bir iş bilen bir yerge seferge çıkadı iken. Buldu. Azı bek aldıraştıkçı. Azı ben Tahir'in dediği gibi bek yaxşı oldu. Çünkü her koşuna mesela bir hükümet bir teşkilat çıkıp bunun yol mevcut kaldılar. Şahslar çok bulunması gerekiyor. Ben de çünkü beri hem de teşkilatlarımız şahslar mı bu yol mevcut hakkında biz birimizden hayal telefon karşı vakti. Ben malum zaten tüpeden Facebook'unu itibat ettim aldım hizmet arkadaşlar bu Facebook bekleştirdim çeşit gitmişim. Çünkü bu işten habersiz kalan diken aralıkta bir şey kıyanaşımız bana telefon kılıyor bulup bu Kanada tarafta kıyanaşımız şu şahslarımızdır da. Şu Abdülkim kıyanaşımızda Türkiye'ye götürülen turup azırak bir yoldan izlenip diken. Bizde bana telefon tutuyor. Tumarız bilen teşkilat yakınlarımız işte bir orgala yol mevcut olsa biz bu işini bozup koymayın bir sürüştü bakamsız demişim. Şu an kadar bu işler hılı mehbet tutup getirilirken ben okumaydım da. Ayrıca biz ama Amerika tarafından kim şu Abdülkim kıyanaşımızın kurtuluş dolu şu Tayyip kıyanaşımızın bir topunu içip işte hürmetse çakalığın alındım da yol için bakken tutupta. Şimdi derhal Tayyip telefon kıldım şu isim gelip. Kılıp Tayyip işte ekvalke hazırmış Türkiye'ye yol mevcut kındaksak bulan şu Amerika tarafı yol mevcut adamdı ve böyle testasiz bilen siz dese Tayyip işte ekval tumarız diyendikken bu arada ben o kıyanaşımızla işte ekvalke edip efendim dedi ben Amerika tarafından yol mevcut tuttu, küçüğe tuttu diyen ki o kıyanaştırmış tohtab saklap durdu. Bu arada şundan ciddi buldu da kudu Tayyip diyen tekçiyor. Andaki ben ekvallarını ilerlemedim diyeyim. Çünkü bu mehbi saklanış gerekiyor. Şu toplu bozulma hem de yüzeyki ekvalların kararları oturduk. Telefonuma kılıp birazcık ne geldi, nerede doktor diye, o adam nerede geldi. Ben sorgalar bu değil mesela. Ama ben bunu karşı taraftan soruşmuşlar. Yani sizden bu işte asaslık koşkan
Ya koşmadım ben. Demek ki onun biz teşkilatlarımızla işimiz gerek. Bence ikinciden biz de çoğu yerler yolu bulmadıklarında biz sükut tuturupçu. Ama başı adamın bir haberliği haberini aşkarınıp gitmesi için tüküp koşmamız gerek. Ya da bu başı sükut tutuşuna özüm bir çoğaş gerek oldu. Yani bir gel bu işte ben hiç kadar tüküpem yok. Tayyarga rahmet edilme ağırlıktımız şu hemkarlıkını pek yaxşı tanıştı. En mühimi şu Amerika rahmet etme yani yöcem ben bu adam iyi çıkan oldum ben kuşam ben şu işinde koyabilirim. Emniyet bu işte bir ılgı hem adam küçük geçiyor bir güzel manzara hasıl oldu. Hatta bazı teşkilatlarının küçük adını anladım köydü öz bulgumdan köydüm hem anladım da şu işlerini. Şunun kıyırnaşlar bu işini çok kuvvetme en mühimi şu kıyırnaşımız kimle kan olsun bir hatta oldu. Onundaki bunundaki bu kıyırnaşımızın burun karşısına mühim emez bunundaki kim kişiler mühim değil. Bo'ladi. Rahmat sizga. Bo'ladi. Agar so'zingiz qolib qolgan bo'lsa, Tahir Emindan keyin yana telefonlasak bo'ldi. Rahmat sizga hamsa. Söz sizda Tahir qarindishim. Sizning unvonlarini atimidoq abay bir gapni deb o'tib ketdinglar. Bizningki bu Uyg'ur agentligining hech qanday to'pisi yo'q deb, Uyg'ur agentligining to'pisi cho'ng. Bular bugungi media sohasida Uyg'ur agentligining aytdi jiddiy xizmat qilayotganligini hammalarning ko'zi ko'rayotdi. Shunga siz maqtashni xohlamasingizmi? Xalqimiz maqtaverdi demoqchiman. Xo'sh. Rahmet. Bunun unvanım var. Bak yuvan unvanım var. Ben anam dadam Uygur. Uygur'un balısı. Bunun unvanım bu şu. Uygur'un balısıyım ben. Dünyadaki en ulu unvan bu şu. Hoş. Gap gelsek. Ben sizni alqılıq bir sual sorsam bo'ladimi hozir? Bo'ldi. Bu qitimliq ishni buzganlar bo'ldimi? Ya'ni bu şekilde qiyinchilik bo'ldimi? Ya o buzuluq derecede nasıl kılamıyor biz. Çünkü biz Amerika'daki her kaç teşkilat rehberleri, ziyaliler bir cem bulup aldı. Ben nait sizden bunu kuruplam fikrim bir yere geldi do. Artık yapmadık, tök talaşmadık. Ben başlam dep koydum bu işte. Maksatımız yine adam kutkuzoş. Buna başlığım yok, buna tök talaşım yok. Bu iş milletin işi. Eğer talaş alıp kasa aldığı çıksın, işxana lazım dedim. Akıllarımız, sınavlarımız, hemşirimiz kolladı. Allah rahmet etmez. Bir yerde talaşak işxana nesi yok. Karşılaşmışlar akbuzanmaydı. Bunun için mi biz bir iş çıkıp kalsa, hemkarlık çıkıp kalsa, Uygur'un işi olsun, Xitay'ın işi olsun, bizning muvaffaqiyatli ilib olmoqchi bo'lgan planliq ishlarimizni buzman desa, u cho'qim mag'lub bo'ladi. Ham mush qilib ish Xitoy kompartiyasiga bir signal. Xitoy hukumati cho'qim anglaydi mush fikrlarni. Anglab qolsin, bilib qolsin. Dunyo Xitoy kompartiyasining insoniyatga qarshi jinoyatlarni to'liq bilib yetdi. Xitoy polkni yapmoqchi bo'ldi, suyuk bilan yapmoqchi bo'ldi. Quyoshni itek bilan yapmoqchi bo'ldi. Bu mumkin emas. Sizlar bilib qolinglar kompartiya. Butun dunyo sizlarga eng qattiq zarba beramisimi, eng aqalli ojiz zarbadan berdi. U bo'lsa-mu Xitoy kompartiyasi insoniyat tarixidagi Hitlerdan qolsa eng cho'ng jinoyatchi. Bizga Qatar hukumati, Amerika hukumati bekor yordam qilmaydi. Bizning Xitoy kompartiyasiga ular bergan pulimiz yo'q, huquqimiz yo'q, boyligimiz yo'q, savdimiz yo'q. Lekin bizdan ular bergan bir narsamiz bor. U bo'lsa haqqoniyat, insonparvarlik, durustlik. Biz Uyg'ur millatining vujud saqlanib qolgan insonparvarlik, durustlik, haqqoniyatning bor mushuk hislatlarimiz biz bilan Alloh qilgan barliq Amerikaliklarni ta'sirlantirdi. Ular bizning so'zimizni angladi. Biz bilan fikrlashgandan keyin ularning vujudiga ta'sir qildi. Ularda bir ruh bor. Ularda bir samimiyat bor. Ularda bir madaniyat bor deb ta'sir qildi. Kompartiya sizlarda burada bu xil ruh yo'q. Sizlarda bu samimiyat yo'q. Şunu sizler məğlub olursunlar. İnşallah. Bütün dünyaya biz bunu bildirmez. Bütün dünyaya Uygur milleti doğru turuqlu, haqqani turuqlu, insonparvar turuqlu zulm uçravatıdır. Lekin sizler güçlük bolsanlarmı haqiqat sebep emas. Sizler aman məğlub olursunlar. Bizden qılalaydigan işimiz hiç olmasa bütün dünyanın sizlerge düşman qilib o'tish. Biz aciz. Quralda aciz, güçte aciz, sanda aciz, pulda aciz. Ama biz bir narsa güçlü. U bo'lsa to'g'rilik güçlü. Axborot mediada kuchli. Sizlarning dushmanlar kunlik yo'lda Bütün dünya sizlarga qarshi tik turyapti. Buni to'qim bilishinglar kerak. Sizlar hamon sat mag'lub bo'lsizlar. Buni bilishinglar kerak. Shunday. Inshaalloh zot vaqti oz qoldi. O'zininki quyrug'idan buning ovozi chiqyapti dunyoga. Ya'ni Uyg'urlarga vaqtingiz bormi bir qancha minutda? Bo'ldi. Uyg'urlarga ya'ni bu bizga bir dars olsunki bu qitimmi paşonlup ketiş yoki buzulup ketiş
şamalama ancha muncha chiqdi. Endi biz buni hamma bu yerda düşünmeymiz çünkü ba'zilar bilmay qilib qoldi o ishlarni bu ba'zi qarindoshlarimiz. Yani mushundaq bir masalalar, maxfiyatliklar o'tirg'i chiqqan vaqtida xalqimizningki buning nisbatan bir jiddiy qarshiga nisbatan yana bir qancha so'z eklab qo'yishingizni umid qilaman. Oldi bilan bizda bir ishonch bo'lishi kerak o'zimizga, tashkilotlarimizga, shaxslarimizga, faoliyatchilarimizga ishonch bo'lishi kerak. Ishonch qilmasanglar, gap qilmanglar, aloqa qilmanglar, izlamanglar, aralashmanglar uyg'ur jamiyatiga. Uyg'ur jamiyatiga aralashganlarga, uyg'ur jamiyatiga ishoninglar. Ishonch qilgan ekan, uni hurmat qilinglar, qo'llanglar. O'sha bir gapim bor. Ishonch degan bek buyuk narsa. Ishonch degan bek buyuk narsa. Ishonch hammaning asosi. Uni qo'llash bo'ldi, mehr-muhabbat bo'ldi, hurmat bo'ldi. Bu ishonch bo'lgandan hammalasi taraqqiy qildi, hammalasi muntazam bo'ldi, mustahkam bo'ldi. Ishonch bo'lmasa, hammalasi mag'lub bo'ldi. Endi ishonchni buzmanglar degan nima gap desa, bir odam bir ishni qilyapsa, bir tashkilot bir ishga bosh bo'lyapsa, buni buzg'unchilik qilsanglar yoki talashsanglar, bu talashlik ishni yo'q, jinim qarindoshlar. Men bir narsani deb qo'ysam, men boshqa oxir davatman. Uyg'ur jamiyatida talashlik hech nima yo'q. Talashsanglar Facebookda ishqim to'pashada muhabir millatning o'g'li va nochisi mabal yaxshi qil deydi. Tugab ketadi u. Agar siz izlagan bo'lsanglar, ular bir yelgitdan, shamolgitdan o'tib ketadi u. Agar vujudingda milliy muhabbat bo'lsa, u menga davom qildi, menga ilhom bo'ldi u. Sizning vatanda yaxshi ko'rgan urug' tuqqanlaringlar bo'lsa, shuning uchun kurash qilinglar. Vatanda yaqin o'tgan birodarlaring bo'lsa, shuning uchun kurash qilinglar. Vatanda yegan lagmanning tuzi Amerikada, Yevropada o'xshamay qolsa, shu lagman uchun kurash qilinglar. Vatanda o'standa suv tushgan bo'lsanglar, shu o'stani eslanglar. Vatanda anglagan naqsh muzika bo'lsa, samo bo'lsa, muqam bo'lsa, shuning uchun kurash qilinglar. Vatanda mangan ko'chlar bo'lsa, ko'chisi bo'lsa, do'nkirak bo'lsa, shuni eslanglar. Qashqarni eslanglar, Yitkarni eslanglar. Shu vatan uchun o'ylanglar bu ishni. Chet eldagi Uyg'urlarning Facebookdagi maqtashlari nol. Agar sizlar bu shuhratni voz kechmasanglar, hech qanday qila olmaysizlar. Nol hamisi. Meni o'zimizdan ilhom bergan bu hayotga tushun bor. U yerda o'tirib o'zimga nima unvonni beralayman. Buni deganman bu gapni. Unvonning eng kattasi o'ylab o'tirib, ya'ni o'zingizga beringlar. Haqni tutmanglar unvonni. Eng iysi unvonni o'zingizga bersizlar. Haqdagi unvon hisob emas. O'ylab o'tirib o'zingizga beringlar. Halol chiqqan vaqtingizda o'zingiz ish qilinglar. İnternet degaki hamma gaplar vaqtli gaplar. Shundoq. Bu ishni cho'ng mengilib bo'ladi. Shuhrat aytishlar vaqtli bo'ladi. Shundoq. Bizning ishimiz buzgan narsa faqat shuhrat bilan tashkilsizlik. Tashkilsizlik yana bir ishni qilayotgan bo'lsa, g'ab bilan o ishni bir yoqdan buzib qilmay hamkorlik o'yini qilsa yaxshi bo'ldi. Bu qitim Abdug'ani Sabit, Arslan Abdulla qarindoshlarimiz, gerçi Amerika Uyg'ur Mumbirda bo'lmasimi, bizning yana bir qurgan yoshlarniki to'pida nayta aktiv yaxshi ovoz qo'shib qo'llab qildi. Ash qarindoshimiz rahmat aytamiz. Abdug'ani Sabit qarindoshimiz yillardan beri tashviqotda samimiy yo'sinda yolg'iz o'zi cho'ng ishlarni qilyapti. Nima degan pidakran ro, nima degan samimiy ro. Arslan Abdulla qarindoshimiz, Arslan Iroyat qarindoshimiz yillardan beri chiqqan beri o'tgan yili ko'rdim qarindoshimizni izchil mush ishlarni aktiv bilan qilyapti. Ingliz yaxshi ekan, yozib, so'zlab qilyapti. Manda bo'lilar qarindoshlar. Yerda nurg'un qishlarga qarashsam uqmayman ismini. Ular samimiy qilyapti. Shunday. Men endi ma Uyg'ur agentligini qilib, medialarga chiqib, mushni qilib tonib qoldim. Amalsiz. Tonlashdan men nurg'un do'stlarim degan tonganimizga foydasi yo'q. Tonmagan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Lekin men amalsiz Xitoy tahdidini silavergandan keyin balchaqlarimizni ko'rmagandan keyin qudg'ashimizning uni bakroq bo'lsin deb medialar so'zlab qoldi. Amaliyotda rost gap desam, bir odamningki voy millatning qahramoni, voy do'st deyishi men uchun bir ajibiy gapdak shu rost gap desam, ajibiy gapdak. Nurg'un gaplar. Bu men uchun hech qanday ta'sir qilmaydi gaplar. Anlig'im kelmaydi. Endi ba'zida haq qilganlar yaxshi endi. Tayin, soltak qo'y. Qashini tayini yo'q. Opa, nima qilyapsa deb mas'ul qilganlarmi bor. Unga qaraganda voy ukam yaxshi qilyapsa deb ilhom bergani nimasi yaxshi? Bu jihatda rahmat aytamiz. Lekin mening ko'zligim u emas. Eng yaxshisi bizga nima lozim desa, gap maqtash lozim emas. Hamkorlik ro'yi lozim. Kelib, hafta mana qilibsiz, men nima qilib turay, nima qilib bo'ladi degan manda odamlar bu millatning ishini qilgan mo'jizam bo'ladi. Shundoq. Amaliy xizmat bilan qo'llab bersa bizni haqiqatan biz ularni yaxshi ko'ramiz. Masalan, bu tashviqot sohasidami, masalan, Uyg'ur agentligininki xabarini
Fakat Tahir İmin bunu kılavatı dolayı kollayımız o bu dep koymasın. Mesela o meyveni bütün dünyaya yetkiziş, agentlikten haberlerini yetkiziş herhalde eğer doğru bolsa gibi. Müşahede bir gap qistirib qo'yay. Uyg'ur agentligi har qaysi bo'limlar bir mas'ul odamniki. Uyg'ur agentligida men hamda bosh ijroiya mas'ul bo'lib bilan 8 yil qilgan muvod hozir inshaalloh. Uyg'urlar uyg'urchasini ko'rdi, yaponlar yaponchisini ko'rdi, arablar arabchisini ko'rdi, turklar turkchisini ko'rdi, xitoylar xitoychisini ko'rdi, inglizlar inglizchisini ko'rdi. Rus tilida ruschasi bor, slavencha yana rus yezigidagi uyg'urcha bor, O'rta Osiyo uyg'urlarimiz uchun. Bunlar har bir bo'limdagi rahbarlarga men rahmat Istanbulda nurg'un uyg'urlar uyg'urligidagi jami 50 necha muqim adamimiz bor hozir texnik xodimni qo'shgan vaqtimizda. Ular hamda nam chiqishni xohlamaydigan odamlar, rasmlarini chiqarmaydi. Shunga men ularni konuşturib qilay desam, kundoshimiz unmagan bo'lg'achqa men unda qilamdi. Shunga uyg'urligini hamisha menlar maqtamay uyg'urlar boshqa bo'lsa tajalli yazatim sizmi uyg'ur agentligidagi har qaysi til mas'ullariga texnik xodimlarga İnşallah. tajalli nomingizni rahmat aytib qo'ysangiz men xush bo'lib ketsam shu nomini. Elbette bunu kalbimizden, içimizden, stüdyo namımızdan ve bütün Uygurlar namıdan inşallah, Şarkı Türkistanlıklar namıdan Uygur agentlikida japa bilen üntinsiz ismin çıkamay hizmet kılıvatkan, keç gündüz hizmet kılıvatkan bu bek tesbi iş, bu keç-keçilep uxlamay bu xabar işin naq meydan bo'lganlik uchun hozir xabarni hozir chiqarishga tirishadigan bo'lganligimiz uchun xabar chiqib qolib kech uxlamay tarjim qiladigan gap, kech uxlamay yozadigan gap. Bu qarindoshlarimizga qalbimizdan rahmat aytamiz. Inshaalloh Alloh dunyodami saodatman qilsin, bu qarindoshlarimizni ajrini bersin. Oxiratdami inshaalloh jannat bilan, rahmat bilan, gunohining mag'firat ulab ketishi bilan Alloh ajr bersin deyman. Xo'sh, ya'ni tashviqot sohasida Uyghur agentligiga nisbatan xalqimiz masalan men bek jiq gap anglab ketaman, mush sizlarni qo'llaymiz, sizlarning programmalarini qo'llaymiz deydi, ammo shu qo'llaymiz deganlarning 190%iga qaqshab ketaman. Unda bo'lsa programmamizni taqib bir hambarlash konusini besib qo'ying deyman, ko'pincha bosmaydi. Siz nima umid qilasiz, ya'ni Uyg'ur agentligi ninki xizmatini xalqimiz qanday qo'llab bersa yaxshi bo'ladi? Rahmat, yaxshi savol bo'ldi. Uyg'ur agentligi da iqtisodiy jihatdan yordam qabul qilmaymiz deb keldik. Yordam qilmadi. Biz hozirgacha Uyg'ur agentligiga xarjlagan pulimiz, masalan biz xitoycha portalimizdan wewar.com 80 ming ko'r xalq bo'lgan mamlakatda 2013-yili shu wewar.com ni olgan. Shu Uyg'ur nomi Xitoyning qo'lga tushib ketgan so'ng keyin azroq qasalib qolsa Uyg'urning nomini Xitoy tili bo'lsin Uyg'ur haqida yaxshi gaplarni chiqarib o'timiz deb olgan. Uyg'ur Times'ni sitib oldim, uzun bo'lib ketdi inglizchisini. Ay Uyg'ur.com'ni men 30 ming atrofida to'g'rilab oldim, Ay Uyg'ur.com'ni. Aldıkeyin hem de onu xərcləgan narsa. Endi biz mulazimlərə yılda 7 ming dollar xərcləyimiz bir yılda. Endi ayda mən də oxub, işləb, küləgə 4-5 saat uğraşmaq üçün işləyirəm. Bizim mulaşıq qançada uğraşmaq üçün hazır Allah xalqan bolsa ən kəm bolğan çağda hem də 70 min, 60 min dollar xərcləyib boldu hem də. Mən nəq puldan xərclənən narsa. Mulazimlər texnik çıxım u bola. Bəzi işni pidaylıq qılıb burada, əksiz qılıb burada, yəni bəzi işni pidaylı əksiz qılıb olmaydı. Qılıdı, yo'qolib ketadi, əksiz qılımızda. Şumuz onu pul xərclashga məcbur bo'lamiz. Pul versak olmaydi. Nurg'un ishlar bor. Hamda Shundoq. Hammaga pul ketadi. Biz bu jihatda hozircha yordam so'ramadik, ham yordam so'ramas o'ylayapmiz. Bugun balki axloq ko'rish qilib bersak, pul to'lashni xohlagan qarindoshimiz bo'lib qolsa, qo'llab qo'ya, axloq qilsa, xohlamay qolsa haqsiz o'qisin bo'ladi. Ama bizim ümit qildiğimiz qandaşlarımızdan başqa narsa umid qilmaymiz. Uyg'ur agentligidagi biz xabarlarni texnik ko'p kishilarga yetkazib qo'ysa, sizga o'xshaymiz, ta'qib qo'ysa, boshqa pul ketmaydi bu ishda. Bunda bir chekib qo'ysa, texnik ko'rsa, masalan arab chiqqanimizni ko'rmalar intayin az, lekin ko'rganlarga ta'sir qilmaydi. Arab mediada xabar qildi. Arablar bizning arab chiqqanimizdan foydalanib xabar ishlaydi. Lekin arabning o'zi bizni bilmagan bo'lg'achqa arablar o'qib olmaydi bizni. Endi boshqa til qalamimiz shunda nurg'un qalatlarimizni kishilar bilmaydi, chunki biz unda e'lon berib, shu millatga tashviq qilishimiz kerak. Chunki har qanday media o'zini tashviq qildi, net 100 ming dollar, net 100 ming dollar xarjlab turib, shu media o'zini tashviq qildi. Biz tashviq qiladigan kuchimiz yo'q. Bizga Amerika hukumati bizga yilda 7-8 million dollar pul vermaydi, boshqa medialarga o'xshash. Unda bo'lgan ekan bizniki kuchimiz haqida. Ojiz o'zimiz tayinimiz. Shu 50 necha qarindoshimiz pidalik bilan kishilar
günlük ulap bir şekilde var. Aşık kılaşımızın bazı kompütersi yok. Kompüter appasını yazıp biz app'lemek zor bitmez. Nasıl ki abi demeden gibi davetler. Şundak. Nurgul kılaşımızın değeri var. O yerden kullanmayız. Ular bir parça makale yazıp turup kalmaydı ular. 3 günde bir kadınlar yazıp tayarlap sonra tayarlap tutuyor. Ular rahmet etmez. Süper no haberlerimiz var. İngilizler Uyghurlardaki İngiliz haberlerini mənbə qılıb işlətdiyi uğurlu var. Bir qism hükümet uğurlurma Uyghurlardaki İngiliz haberlerini mənbə qılıb işlətdi. Bununla hoş olduk, fəxrlandık. İngiliz kanaldaki 10 neçə nəfər gidayı intayın fəxrini söyünüp getdi. Bizim işlerimizden Amerika hükümeti təhqiqat uğurları işitdik orada. Ama biz şu netice əmdəlik. Bunu sahip qılıb işlətsə, yaxşı iş. Hüccət alğan çağda əndi biz türləşimizi fəqət bir nəsə ümid qılımız. Bizə pul verməklə, maqtamaqla, fəqət Uyğurun dərdini yetkizmək üçün həqiqətən tat qoyanlar. Bizning üçün payız ketməydi, pul tapmaymiz biz onu. Başqalar yetkizib qoysan, tığım adamı görə Uyğurun dərdini bildi. Ma dixançı gəlmə. Bunda Uyğurun dərdini bilsən desanlar, xəbər başqa yerdə izalım buludu. Bizdə mi var? Tat qoyanlar. Bizə bir gətirmə. Şunaq. Ben bir şeyde bir sual sorayım. Baş. Nima üçün? Vaqtim az qaldı. 3 minut. Yo'q, 13 minut. Nima uchun mesela xalqimiz bu xabarlarni bir tal konubkini bassam miyaga yayildiganligini bilib turib, mesela bizning programmalarimizni boshqa qiladi. 5-10 ming odam ko'rsimi emberlaydigan ish kuchi sizning xabaringizni o'ziga loyiq shaklda butun dunyoga taqadi, ammo yetarli emas deb qarayman men. Nima uchun buni qilmaydi? Buning bir ko'z qarashingiz qanday? Xalqimiz nima bu dijital konubkini oshib besib qo'ymaydi? Bir qismda shu xabarni o'qib tushunmaganligi yoki shu mazmunni o'qib tushunmaganlikdan bo'ldilar. Xabar mazmunni xabarsiz bo'lgandan keyin bu foydalimi, to'g'rimi, xatomi bilmasligi mumkin. Yana bir qismi azab o'rinliq qilish mumkin. Buniki qilsam qancha foydasi bo'libdi, qancha ahamiyat bo'libdi deb o'ylash mumkin. Shuning bu jihatdan hamda ayblab ketishga bo'lmaydi. Erkinlikka qanday qilish qilmaslik o'zining ishi. Lekin hamda umid qilamiz-da hamda shunda. Ümit qilamiz shunday. Alloh razı olsun. Eng oxirgi savolni so'rayman. Ikkironga men Abdukim Yusuf qanday qutulib qoldi degan bir savolni tem qilib yozib qo'ygandim. Bu shuningga tochkisini nim qilib qutulib qilishdagi asosliq sababni deb berib shuning bilan nimamizni suhbatimizni oyoqlashtirsak, chunki Abdukim Yusufning detayliga kirmadik. Nimishqa desa bu zaten hozir osmonda uchib ketayotgan bir odam va yana nurg'un ishlar bor. Buni albatta ta'qib qilamiz. Keyingi yana suhbat qilsak javob bersangiz bo'ldi. Hozir mushunga bir temamiz mush bo'lganlik uchun mushunga bir javob. Abdukim Yusuf Amerikadagi Uyg'ur faoliyatchilarining tirishchanligi bilan Amerika hukumatining yordami bilan qutulib qoldi. Tugidimi? Tugidi. Xalqimizning bir buning ittifoqlash ko'rsatdimi buningda? Siz buni ashta deb qaramsiz? Diasporadagi Abdukim Yusufning qutulishida butun dunyodagi Uyg'urlarningki hasrati, qo'rqinchi, azobi aralashgan. Buningdan bo'ldi hozir bir yil saqma. Buning hammasiningki roli, ta'siri, ahamiyati bor. Muhimi Abdukim Yusuf akamizningki qutulishida Amerika hukumatining roli birinchi o'rinda turdi. Bu Amerika hukumatiga bildirib, bu ishni xabar qilib talab qilgan Amerikadagi faoliyatchilarimiz, jumladan Gulchehra abimiz, Umarqanot akamiz, akamiz bilan aloqalashdi. Murat Ataman va abimizninki tuqqanlari, undan keyin boshqalar mushular kuchida. Allah razı olsun. Ahırda qarindoshlar deb qo'ydigan so'zingiz bor, so'zingizni olaman. Undan keyin sizni agar xohlasangiz ikkiran o'tirib bersangiz daha yaxshi bo'lmasa, Arslan Hidoyat qarindishimizni tungin bilan xabar qilib qo'ygan edim. Bir o'zining ko'z qarshida o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan. Arslan Abdullaga qilish Hidoyatni bir anglab aytgan xo'shlaysan. Bo'ladi. Arliqda bir qarindishimiz Naqmaydan telefon qilibdi. Assalomu alaykum. So'zingizni anglatimiz, so'zlasangiz bo'ldi. Assalomu alaykum. Bo'ladi, ovozingiz yaxshi chiqyapti. Allah razı olsun. Rahmet için telefon açtınız mı ya başka? Afganistan'da okşaş bir yetişen 10 yıl oldu. Erkin Asya Radyosu'nun ziyaretini kabul kılışı sebeplik lager kirketken bir kardeşimizin
davat varken Hı. Muşlu babası belki Muşlu yardım kıskan bir çoğun bir talepte kafa gitmediği bu tayar çıkan Sayın madem bir adam kupasama demekçi. Bo'ldi inshaalloh. Biz ishkirandan keyinda bu masalani deyishayli. Men suhbatdan keyin sizga men telefon ochay. İnşallah dünyanın qanday bir yerida qarindoshlar olsa, hamda qo'limizdan kelishicha qutqusiz terishib boqamiz. G'alaba Allohdan, zafar Allohdan, safar bizdan. İnşallah. Bo'ladi, rahmat sizga hamsa. Rahmat sizga. Aziz qarindoshlar, men Arslan Hidoyat qarindishimizga u qarindishimiz jiq kuchidi. Tunigillam xabar qilib qo'ygandim, men naq maydonda ko'rishimiz deb. Naq maydondan men bir telefon qilaman. Eğer ciddi bir telefonu bulmasa. Arslan Hidoyat qarindishimizning telefoni ulanmayotdi. Anda bo'lsa men xo'shlashay hamsa ko'pchilik rahmat. Bo'ladi. Bizda ishonch bo'lsin, mehr-muhabbat bo'lsin, harakat bo'lsin, mas'uliyat bo'lsin, umid bo'lsin, hamkorlik bo'lsin, tirishili, voz kechmayli. Uyg'ur xalosini olindi. Bizda ishonch bor, bizda hayot. Her bir Uygur'da hayat, chet eldeki bütün Uygurlar hamkorlashsak, umidvor bo'lsak, ishonch bo'lsak, ham cho'ng ishni qila olamiz. Uyg'urga ishonch lazım, umid lazım, harakat lazım, taraqqiyot lazım. İnşallah. Ashnas bo'lgan vaqtda umid bo'ladi. Rahmat birlashma. Bo'ldi, sizga ko'p rahmat. Men hozir Yaponiyadan telefon qilib, men bir oila 7 kishi bor ekan. Shuni shu masaladagi ishkiran oxirida nim qilayli. Hozir Arslan Hidoyat qarindishimizning telefoni chelayotdi, ya'ni sayrayotdi. Agar olib qolsa 2 minut Durum bulmasa sizni uzatib qo'yamiz. Men xo'shlashay, men cho'kak tutib turib. Bo'ladi, ma'qul. Bo'ladi, sizga Alloh topshirdik. Qadaminglar mustahkam bo'lsin, oq yo'l bo'lsin. Bo'ladi. Aziz, muhtaram qarindoshlar, Tahir Imin qarindishim hozir yana shu nimaninki Abdukim Yusuf masalasida Amerika hukumatidan qildigan o'ziniki xizmatlari bor ekan. Shu yerga yo'l qisib qo'ydik. Men bu xizmatga munosabatlik qarindoshlar bo'lib qolsa, birdan telefon qilib, yana bir qancha yig'iz so'zni ilib, undan keyin men nimani taqayman. Agar bu jarayonda buni munosabatlik so'zinglar yoki gapinglar bo'lib qolsa, men ikkironga telefon qilsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum Arslan. Hech qisi yo'q. Hozir naq maydondaman. Tahir men qarindishim sizning so'zingizni anglatib chiqib ketay deb, ammo vaqt yetishmay qoldi. Hozir uzib qo'ydik, ammo naq maydon suhbat davom qilyapti. Sizlarning xizmatinglar jiddiy yaxshi bo'ldi. Buni biz ko'rib anglab turdik 2-3 kundan beri. Chunki sizning men o'sha Abdukim Yusuf akamiz masalasida qilgan xizmatingiz, undan keyin o'zingizning bu masala qarta ko'z qarishingizni qisqacha olgandan keyin suhbatni oyoqlashtiring. Ovozingiz yaxshi. Asli o'zimni bekon xizmat qilinimni belki o'ylab ketmayman. Shu faqat bir yerda shu dastlabki chiqqan shu Abdukim Yusuf akamizning videosini bir tarjima qilgan yerim bo'ldi. Xo'sh. Dastlabki ko'rdingiz hamda bu 53 yoshdagi akamiz ichimda siz mening qiynatdan adimjid yoshlarima o'xshab qoldi ekan. Shu dastlabda esimda shu qiynatdan kam mushu akamizni qutuldirgan yerda xuddi o'zimning qiynatdan qutuldirgandek bir his qildim. Endi bu yerda diqqat qilsangiz bütün ishlar Twitterning o'zarida bo'ldi. Video chiqdi, orqadan mushu Twitter ishlatish jarayonida muxbirlar aloqa qilgan bo'ldi. Muxbirlar nurg'un mesela advokat bergan bo'ldi, kerakli insonlar bilan bog'lash ishlar bo'ldi. Bütün ishlar nurg'un qarindoshlar %90 qarindoshlarimiz aslida bexabar bo'lishlardan, chunki biz nima qilamiz? To'xtamay Facebook o'ynaymiz. İngilizcede Facebook oynash degan bu fe'lni ishlatmaydi. Facebook ishlatadi. Ammo mening bir xil ko'zim nim bo'lgan yeri, ko'z qarshimda tag'in nurg'un qarindoshlarimiz kechga Twitterga o'tgan bo'lsa, chunki bütün jarayon, bütün gap, mesajlar, taqlish, bütün ish Twitterning o'zarida bo'lgan gap.
Şununla bu Twitter'ın çok rol oynaganını gördük. Kılan işim bu, şu arlıkta şu muhbirlarla gerçekleşip arlıkta bu akımızda düzen mi paranlaşıp kuatkandan keyin ve her zaman bu akımızdan online ilgili motorun üstüne bulamagandan keyin şu gapni yetkizip muhbirlar vaxtida yetkizgandan keyin bu muhbirlarning yazgan maqolalari Qatar devleti bolsun, Amerika devleti bolsun ve başka devletlerge bilsin boldu. Şununla şu oynagan rolüm bu, yani mediaga yetkizish, yani kısacası. Yani siz demek yoğununuz şu medyadan yaxşı faydalansak, bunun da kili çoğun neticelerini qo'lga keltirgili bo'ladi demek siz şunak mı? Elbette, yana bir işki meni xoşal qilgan yerim, mushu jarayonda darhol mushu gerçi bizning vatan meselesida ko'z qarashi o'xshamagan insonlar bu bir sep turup yardım kılan bu meni bek hoş oldu. Eşkim bir yerde müstakilci, avtonomici, akçı kökçü dep talaş tartmay turup özünün işini özü bilip. Mesela derslerde Salih Hudayar Amerika'daki kendişimiz datısı bilen şekilesi namayış kıldı. Telefonlar üzerinde köydüğünler videosunu aynı zamanda matraptın medyayla alakalaştık. Amerika'da bir Türk'üm insanlar emergency ile derhal bir grup orlaştırıp derhal hareketke öttü. Yani hemmeden talaş tacı kılmay durup demek biz Uygurlar aslında bir sebepte bir çıkığı bulduk. Çünkü bizden ana maksat bir yerde bir insanı kurtulduruş. Bu beni hoş kıldı. Çok talaş tacı bulmayın. Şununla Allah razı olsun. Kılalaydıkemiz, birlikte bir işten kılalaydıkemiz ve inşallah devamlılığı bolsun. Yani herhangi bir Allah razı olsun. Yani sizge mi köp rahmet etimiz. Uyghur Kırındaş Stüdyosu namıdan, halkımız, kırındaşlarımız namıdan hemmeyle köp rahmet etimiz. Sizin mavazı kılıvatkan hizmetiniz ciddi, özünüz şahsi karakterde başlangan bolsumu, ben sizin davamlıq nimelerinizni körep duruvatımı, dünya ilan kılıvatkan haberlerinizni, makale veya başka ciddi meselelerini. Bunun da halkımız bilen birleşidigan, yani bular bir dep koyduğun ma'lum sözleriniz bolsa, bundan bir halkımız faydalansın. Yani bir adam bolsun qo'ldan kelgan xizmatni qila oladiganligini sizlar orqali ko'rib olaylik demoqchiman. Şu yani bir yerki gap biz to'xtamay voy nemish qilib bersak bo'la qanday qilish kerak deb ümidsizlanmay sizin qo'lingizda nima talant bo'lsa nima hunar bo'lsa shuni qilib kichik demay çünkü aslında kichik ishlarmi çünkü men faqat men kompüterni ishlatalay ekanman yarım saat 20 minut ketdi ani tarjima qilish uchun tarjima qilib chiqqanimga hali 2 kundan ishirib 350 ming qatim ko'rildi 4700 qatim nima qildi hembeklindi. Bu Facebook'taki video olsa aran 3 ming. Bu tarixini gördünüz mü? Yani bütün iş aşağı Twitter üzerinde yani her insan iki kömey özü neyim kılalırsa yalnız kişilik amaçlar olsun, makale yazış olsun yani imkaniyeti belgeçe çıkılış yani benim için talaş tartış kılmayın. Yani siz bir adam 350 ming 400 ming adamga mesela muşkalen yetkizildiniz. Bizning evet. Mesela Türkçe bildiğin qarindoshlar bor necha minglarcha, Arabça bildiğin 4-5 ming talibimiz qarindoshimiz bor, İngilizce bildiğin yüzlerce qarindoshlarimiz bor. Eğer bugünkü medyadan obdan foydalana olsa, bütün dunyoga Xitoyninki zolimligini, bu yerdagi tajovuzchilik harakatini ko'rsatgan bo'ladi. Xitoyni sharmanda qilg'ili bo'ladi aslında. Shunaqmi, shunaqa emasmi? Elbette. Yani bir yerki muhim to'xtalgan nokta, gerçi İngilizce tercüme kılınan İngilizce degan dünyanın tili. Bana Arap muhbirlar, Türk muhbirlar, Xitoy muhbirlar hemsi bilan aloqasi. Çünkü bularning hemsi ortak noktası İngilizce. Hatta keyin qarasam hech kim boshqa tillarga, balki men diqqat qilmagan bo'lishim mumkin, boshqa tillarga nima qilgani yo'q, tercüme qilgani yo'q. Çünkü asli matbuada o kadar gerek yok. Üstüge özlere bir düşünce yazıp lan, ananıkin o İngilizce videonu takdir verdi. Seninle kendilerimize diyelim ve durum kendilerimiz müdahale mümkün olduğu kadar şu İngilizce ügense, bir yıl rahatsızlık baktan çıkıp ügense hele bir neticeye erişalıydı. Şu bu til cihazdan bu. Her kıl aranızda insanlar Afrika'dan alakalı muhbirler oldu yani dünyadaki boşuna bir tal video yemişledin. Allah razı olsun. Ağırda ketip koyduğun sözünüz var mı? Başka yok aktif olaylı, boş yapmamaylı, WhatsApp toplarda aktif olaylı yani faydalı işler kılaylı. Hem işaret bir kız gapini kıstırıp koyayım.
Bu WhatsApp toplarında mesela ben özümün programmasını takip için bir 10-15 topqa qatılışqa mecburman. Onu siz ne demedim? Ya, Faydalı işlerini kılaylı demek. Mesela demekçi ben faqatla sohbetini takip etme ama bu yerde minglarca, 10 minglarca uçurunu görme. Nima uchun bunda mesela narsalar bo'ladi? Buning sababini bilamsiz? Yani amaliy dunyoga anglitish xizmatimiz ayonda qilib WhatsApp toplarida haddidan ziyod gap so'zlar jiq bo'lib ketadi, o'rinsiz gap so'zlar. Doğru. Buningki sababi nima edi sizcha? Eng og'ir savolim bo'lsin. Vallahi sebebini bilmeyim. Her insan özünün niyetine bağlı. Vallahi bilmeyim. Yani biz yani ben kısaca şundan sonra düşündüreyim. Yani nurgun şu toplarda çok yakılgan insanlarımız var ki. Anla kılayla bunda ışkayı vay bana ben ba. Kin alaklaşkanın kin vay kardeşim. Miyade bir muhbir battı. Ya ki musun miyade bir iş battı. Ortaklaşayla birlikte kılay diyen çağda tamamen yok. Müşkide kırkıtır bir yere. Şununla bunda kışını bekliyorum. Yani toptaki en çok birisi işki iyi kız becimden koydu. Vay Allah razı olsun der. 100 bin çıkıdı bu yerde. Anonikin ayrım hansı yakan çağda kardeşim ben bir canlı bir insan kensiz böyle iş kılay diyen çağda piyasada yok. Meydanda yok. Bu beni bekliyordu. Allah razı olsun. İnşallah halkımız oңuşulup gider deymiz. Quruq İnşallah. gapning qayniqiga tushib ketmay, amaliy xizmatga mengishga Alloh taolo nasib qilsin hamimizni. Rahmat sizga. Amin eşmeyin. Bu qitimliq Abdukim Yusuf meselesida qilgan xizmatlaringizni xalqimiz unutib qolmaydi. Allah sizdan razı olsun. Gerek yok fakat Allah'ın dargahıydı mukafatını alsam ama yeterlik. Başkalarının gibisi ama hiç vallahi hiç gerek yok. Allah sizga üzmey dua qilamiz inşallah. Rahmat. Amin eşmeyin. Amin eşmeyin. Amin. Rahmat. Allah razı olsun. Aziz qarindoshlar, Arslan qarindishimiz bilan ko'rishdik. Salih Xudoyor qarindishimiz o'tgan qitimliq programmada ba'zi qarindoshlar menga xafa bo'lgan bo'ldi. Nima ish qitilgan bo'lsa o'tgan qitim men tilga oldim. Salih Xudoyorning xizmatini tilga o'tdim. Biz hech qanday bir tarafdor yoki palonchi yoki po'kinchi yoki palon tashkilotchi emas. Uyg'ur qarindoshlik studiyasi kim naq maydonda amaliy xizmat qilayotgan bo'lsa, uni ikkiranqa ikkilimiz, uni desteklaymiz, qo'llaymiz, yaxshi so'zlarni qilamiz, duo qilamiz. Xizmat qilmay, quruq gap qilib, yetib yeb, kishilar orasida fitna taqitib, faqat amaliy xizmat yo'q insonlarni biz ikkiranqa ekanmaymiz. Salih Xudoyormi bu qitim masalan bu Abdukim Yusuf masalasida Qatar konsuli bilan ko'rishaklik, telefonlashishlik, buni biz ko'rib turg'uliq. O'tgan qitimda men naq maydonda telefon qildim, ammo ulanmadi. Bu qitim men naq maydonda telefon qilaman. Nurg'un qarindoshlar xato tushundi ekan. Telefonga chiqmasam mening amalim yo'q. Hazır sayrayotgan telefon Salih Xudoyor qarindishimizniki telefoni, ammo balkim yig'inda yoki bir xizmatda bo'lib qolishi mumkin. O şekilde telefonni ololmasligim mumkin. Şuna qarindoshlar palonchiga ismini tilga oldinglar, po'konchini so'zlatdinglar, po'konchi so'zlamadi. Nima uchun Seyitton Turk so'zlaydi, Hidoyatullojim so'zlamaydi, nima uchun Robiya xonim so'zlaydi, Dolqin Ayso so'zlamaydi deb bizga besim qilsanglar, bizning amalimiz yo'q. Chunki bu bir diktator o'rni emas. Xohlagan odam chiqib so'zlaydi, xohlamasa biz uni ayblamaymiz. Ikkiranqa chiqmagan odamni sen ikkiranqa chiqmading deb ayblash huquqimiz yo'q. Buning uchun shu suhbatni ko'rayotgan qarindoshlar har zaman to'g'ri tushunsanlar bo'ladi. Suhbatimizmi asosan bir yerga bordi. Ben Murat Ataman qarindishimizga bir telefon ichib boqay deyman. Murat Ataman qarindishimizga agar telefonni ola olsa ko'rishalaymiz, agar telefonni ololmasa ko'rishamaymiz. Yani bu qitimliq Abdukim Yusuf masalasida xizmat qilgan qarindoshlarimizdan birisi. Telefonni ololmadi. Balkim xizmatda yoki yo'lda yoki
telefonunu ilişki epsiz buluşu mümkün. Ömer Kanat efendimgin telefon qilmoqchidim, ammo o'tganda ko'rishdik. Yana aldirash boshqa bir nimada shaharda ekan. Gulchehra xonim. Gulchehra xonimga men telefon qilib boqaman. Assalomu alaykum Gulchehra xonim. Alo. Alo, assalomu alaykum. Aleykümselam. Men naq maydondan uryapman, sizga rahmatimizni bildirish uchun bu qitim Abdukim Yusuf qarindishimizningki masalasida hozir Tahir Emin qarindishimiz bilan biroz naq maydon suhbat qildik. Davatınız yaxshimisiz, muborak bo'lsin. Rahmat, men hammamizga. rahmat sizga. Rahmat. Tuyuqsiz telefoningizni olib qoldim, lekin naq maydon kirganim bo'lmaydi. Asli xalqaro muxbir bo'lish bilan organımızdan ruhsuz medyaya çıkamayınca. Shundoq. Şuna hammalarga tavantlik bilan kechirim so'rayman va salomimni yo'llayman. Xo'sh. Bu ishda butun Uyg'urning to'kisi bo'ldi bu nimdaymiz zulm uchrayotgan xalqimizning ovozini anglatish faoliyatlarimizning har bir Uyg'urning oqqan kishining bekor ketmaganligini yana bir qitim isbotladi shu. Xalqimizga bir nimdaymiz bir ilhom bo'lsa, umid qilgan, umidini yo'qotgan, tushkunlashgan Uyg'urlarga bir ruhiy ozuq bo'lsa, menimcha Amerika hukumati demakchi o'rin o'yinda ham hammamiz demokratiyaning kuchini, kishilik huquqning kuchini, insonparvarlikning kuchini ko'rdik. Bu Abdukim kim? Bu birinchi nimishlarni qilgan, jinoyat o'tkazganmi? Yana bir nimada hech nima so'ramaydi. Mushtaq bir insonkan, bir hayotlik tahdid ostida turibdi degandan boshqa hech nima savolni so'ramay turib, Amerika hukumatining yana bir o'limning og'zidan do'zax kirib bir insonni yulib elishi meni yana bir qitim ta'sirlandi. Albatta bu Amerikaning birinchi qitimi yoki oxirgi qitim Uyg'urlarga yordam qilsa yoki Uyg'urning hayotini qutqizib berish emas. Ama bu qitimki aşı 20 saatga yetmagan arliqning ichida mushtaq bir mo'jizalik qutqizish harakatini vujudga chiqargan Amerika hukumatining Uyg'urlarning shu yordam talab qilish orzusini yana qo'ymay shunchalik tez harakat qilgan deymizmi? Uyg'ur xalqimizning to'lgan badalini bekor ketmaydigini yana bir qitim bizga ayon bo'ldi. Inshaalloh biz birlashsaklar bu yerga gap Uyghur yan bir qitim bu birlik ittifoqchilikning qadrini bildi. O'z amniyatimiz bilan birga ish qilsak, qilalayotganimizni yana bir qitim ko'rdik. Men shundan baxo'sh bo'ldim. Inshaalloh avval puxta sog'-salomat yaktaksun akimizning mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar burun va Uyg'urning taqdiri uchun o'ylamagan va yoki o'zini bir insonni qutqizmagan bo'lishidan qat'iy nazar mush ishning o'zi shu odamning o'zini isloh qilishga va boshqalarning isloh bo'lishida indaymiz o'zining umidini hayotlik bo'lgan orzusini insonparvarlik qimmat qarashlarini yengillashga isloh qilishga bir turtki bo'lsa yangi tug'ildi desak bo'ldi. Endi qaytadan bu akimizning Uyg'urlarning hayotining texni yaxshi tarafga qarab, taqdirining yaxshi tarafga qarab yuksalishiga bir o'ziniki rolni o'ynashini umid qilmay, albatta eng boshda bu odamga Allohning bergan bir fursati. Inshaalloh yaxshi tutishini umid qilmay bu fursatni va hamma Uyg'urlarning bir-biridan rozi bo'lishini umid qilmay Alloh razı olsun hammamizdan. Tajaddisiz xizmatingizga teşekkür bildirman. Rahmat. Allah sizdan razı olsun. Bu meselede qilgan xizmatingizga Allah ko'p ajr bersin. Ya bu bizning burchimiz. Bir inson bo'lish va muxbir bo'lish va Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan oldimizga kelgan bu xizmat Uyg'ur bo'lmagan odamlarni, Uyg'urni anglab baxmagan insonlarni mayli kim bo'lsin, meni qutqaz degan aman bizga bizni tashlab qo'ymading-chi. Hech nima so'ramay turib, chiqib bir insonkan debla inson sifatida qutqazdi. Bu bildiğim shu eng muhimi. Men haqiqatan ta'sirlandim. O'zim. Allah razı olsun, rahmet sizga. Yani bu ishlarda sizning qatqingiz bor, inshaalloh har zaman duo qilamiz. Erkin Asiya radiosi o'ziga loyiq. Ishlarning boshlanishida qarayman. Mushkul xizmatlarimiz va oldimizda
Önümüzde ilham olsun. Bunun için yani kutbuzuşuk tekstlik insanlar köpüydü, cekildi. Aldığımızda ne müşkül işler var. Şunda. İttifaklıkını bozmayalım. Tekno çıkışlarını kılalayımız hep oylayayım. İnşallah. İttifaklık göç. Hemimizge otluk salam. Bundaqda Ablakim Yusuf akamiz agar inşallah xotirjam osmonda salomat tushsalam, ashu sizlarga qoldi. Amin. Bu yerdagi Ama dua qilaylik, tushgani yo'q. inşallah xotirjam. U yerda diplomatik nurg'un tekshirishlardan nimalarni o'tib kirdi emasmi? Sog' salomat boshida ko'rishaylik. Mana bundan asosda tushunishimiz bu odam mediaga o'zining bilganlarini so'zlab bera xolisa degan. Albatta. Bo'ladi. Amerikadagi Uyg'urlar, Uyg'ur jamiyati pek zo'r deyman kuch chiqadi hammasi, hamma Uyg'ur. Dunyoning hamma yeridan shu chiqqan Uyg'ur hammasining ajab, hammasining duolarini Alloh qabul qilsin. Rahmat sizlarga. Sizga ham ko'p rahmat. Ziyorat demay bu qatim bir telefonda avval so'rash deb atayli. Ama tuyuqsiz qo'yib tanıdım adab yüzünden çünkü bütün Uyg'urlar menimcha bu xabarga oldiradi o'zalqanda bo'lganda. Xo'sh xabarni sizlarning og'zingizdan anglayli dedik. Ya'ni İnşallah. ham rahmatimizni bildirish ustidan ashaddiy xizmatlar sizlarga qoldi inshaalloh. Shunga men o to'g'risida detalga kirib sizdan savol so'ramayman. Sizni oyab qolmasa qolmaydi. Rahmat sizga ham. Uçtum tutuştu attınız. Rahmet istedim elbette. Mağdur rahmet sizge. Sizga ham ko'p rahmat. Alloh salomat qilsin. Bo'ldi, rahmat. Allah. Gulchehra xonim rahmat aytamiz. İnşallah ittifoqlik kuch dedi. Her zaman dünyanın har qaysi joylaridagi qarindoshlarimiz bilan ittifoqlashib bundan keyin Uyg'urga chiqayotgan bu xalqarodagi bo'ronni yo'qotishda ittifoqlashib harakat qilamiz inshaalloh. Bir qarindishimiz naq maydonga telefon qildi. O qarindishimizning so'zini anglaymiz. Men necha kundan beri ko'rishyapman bu qarindishimiz bilan ham. Assalomu alaykum. Elhamdülillah ovozingiz yaxshi chiqyapti. Bugun biz Ablakim Yusuf qarindishimizning programmasini yana xo'sh xabarni xalqimizga anglatish uchun ekranni ochgan to'q. İçimizki sebep xato xabarlar yoki u bu gap so'zlar jamiyat yeyilmasin. Asosli fikirlardan, medialardan anglasin deb men qildik. Albatta o qarindishimizni qutuldirib oldik. Zinnatgul masalasida o'tgan siz bilan biz ba'zi paranglarni qilishgan edik. Shunday o'tganda siz o'zingizdan bir she'r yozganligingizni bizga degan. Çünkü bu zinnet yüzünden qutuldiramay qoldik. Ama Ablakim Yusufga xalqimiz bu ishga keldi inshaalloh. Söz sizde, sizin sözünüzü anlasak bo'ladi. Rahmat, mana bu qarindoshlar bizga rahmat, Alloh rahmat qilsin. Ablakim Yusuf qarindishimizningki avval Allohning rahmati aman degan shu dunyoning qaysi joylarga qilib tirishgan qarindoshlarımızdan, Amerika'daki qarindoshlarımızdan kuch chiqishi bilan qutulganligiga Allohga ko'p shukr, Allohga ko'p rahmat. Har qanday bir Uyg'ur qarindishimiz musibatga yo'liqqanda, shunda bir Ablakim Yusufdek oldida bos telefon edib boshqa do'stlarga bir xabar qilib o'talsa, endi buni anglaganlar shu xabarni yayğanda kamdan yayalasak, avval Allohning dunyodagi Uyg'ur qarindoshlar hatto insoniyatga ishg'oldigan boshqa qarindoshlarni ishg'oltib, shunday qilib qolgan ishlar chiqadi ekan. Lekin zinnatgulning ahvoliga kelsak, bu boshqa ish bo'ldi. Bu chunki bu qiz tutilganda ba'zi yerlarga talab qilsa, unga bir guvohlik shart bermoqda, ba'zi keyin lekin yo'qlaydigan odamlar bir chiq bo'lmag'achqa yo'qolib ketdi. Endi bunda ketibdi. Lekin yo'qolganlar bu zinnatgul emas ekan. Men tunagan bir Zeytinburnu'na çıkan bir yerden kilişinde yani şu nemede Hatay göç idaresinde Hatay yabancı yetip falan böyle tanımlarsa uçuşup kaldım. O da şu yerde mi kırılışmayı ben bilen birine batı verdi. Ben bilen şu Uygur battık. Bizne yabancı şöbeninki başlığı kilip senin kulağında işkanda benden yok ki sen Tacik gelse dedi. Zaten bu da ben Tacik emez ben Uygur.
Dediki anda olsun Tacikistan konsulluğuna aparımız. Eğer Tacikistan konsuldaki insanlar, mesul kişiler, eğer bu Tacik emesken dese sen şu yanı yaparız. Eğer Tacik kendisi Tacikistan'ı bölümümüz diyendeki burada diyememiş et kültüre salmış yatır diye bağlamıyor. Dayılık işki bala. Onda dese bize de şey basa Tacik olmaganligimizni yapardı ketken ketip tut. Hem Tacikistan'ın kılımır devlet okşadı. Tacik'in Uygur'dan kayıt etmesinin işkisini şu yanı yakıp kayıt kendine dedi. Onu karab takım bu vaka turcu vaka emesken şunu karab hakikaten içindim. Kırımlaştığımızdan yani bir narsa mesela zimmet kurulu vakası çıkandan ki bazı insanlar tor matbuatlarında aşkara kızılmasın da bu diyen DAEŞ'in kergiş tutulgan diyen kişilerin tasladı. Ama belki DAEŞ koyulmuş mümkün, başka yer bağlanmış mümkün. Çıkanlı biraz, Suriye ketken biraz, kim yapkan biraz da. Ya Ayağını çıkandı belki tövbe kıpya geldi uçun. Mayada bir tüzüş berip koyay. Onunki Suriye kirgenlik ras. Ama DAEŞ kirmegenligi hech qanday ma'lumot yoki bir isbot yo'q. Çünkü bu bizning medyamı hazır xalqaro tarafidan ko'rilayotgan bo'libmi Türk medyalimi bizninki shu videolarni ilib ancha muncha xabarlarga besyapti. Buning uchun bu xato bir narsa o'tirib chiqib qolmaslik uchun tuzitish beraman. Zinnatgul Tursunninki DAEŞ kirgenlik to'g'risida hech qanday bir aniq bir narsa yo'q. Buni tuzitib qo'ying. Böyle çıkanlar mı değil, böyle çıkanlar yani bağlı demez ki başka yer bağlı ayarken, bu DAEŞ bağlı ayarlamaz ki de. Lakin bunlar bizim işimizden çıkan bazı insanlar aşında köpürüp vakılarına özü kelgen mesuliyeti kitirip davada bu kılıç yakışılmazsa hem bu xuddi ilki bizim burun Xitay vatanda dastlab da Uyg'urlarni tutganda birisini millet Vahabiler tuttu. Kendini bir nesne tuttu, kendi milletler, kendi teröristler. Bunu hazır akkarın ömrü tutuldu. Şu manda kritik oturup basek bulmaydı bizce aslı. Bu kız neye bağlı o kız öz abdan biliyordu. Öyle bağlılar yaptı ya bağımlı tekvalık yaptı. Bizim dediğimiz aşı insanlar ihtiyarlıkta deyimiz ki size öz kırmızısına onda yalan karlımına. Bu onda şu karlavat kalanın ballarını şu başka bir ülkeye balları da olanınki. Acaba özanın balığını bağını demeysek işte yok yani tanıklısı o yakışı olmayın canım. Şuna her kanda bir ürün kılmışımız meyli bunun ne bağın olsun bolsa yama yagi bağın olsa kılmışına tövbe olsun yakşı yagi bağın olsun işte dünya oyunda kullanma okumuş şaraitta özellikle yakşı hayvanın teşvik olsun yakşı olmasın çok. Lakin meyda bir musibet ki rüşke gelmekle aldın şu adamdaki basit bir video çekip ben hiç bu tutukanlığı bu tutukan dostuna tızgın kalıp ben tutunup kaldım. Hep kılmasa bunun kolda pasport, kimlik bulmadan bir karandaşlarla devletin de onun insan işlegendeki yerde kim Uygur, kim Tacik ayrıplanmadığında ahvallar kapçıkıp ben de kalırken şu macahatta emimiz bir savak alsak onun için bolsa aynı bir meyli neredeki oranda bolsa şu yerdeki bir burayı ilge devlet itiraf kılgan oranda şu yerdeki kırındaşlar Uygurlar belgesi yapmadığını kiriti yok ama kalı bir nasıl var. Bu asal bunda işte Türkiye'de yüz burada. Türkiye'den bolsa aslında bir onu tesis kılıp Uygurluğunu ispatlaydıgan bir kolda bir nasıl bolsa ki devlet memnunu hatalaşmaya da karayım olacağında. Şu an Zinnetgul vakasında bir şiir yazgan. Bunu çıkanda sizler bir takdim kılay. Hakikaten bu musibet hepimizin kalbimizni ezdi. Bu şiirin temisi Zinnetgul'un musibeti. Kaçanma kutular Uygur, hukulluk, harlık külpektin. Tinç aman yaşalmadık, kaçıp çıksak mı zulmettin. Elip gitti Zinnetgul'unu Xitay hile mekir birlen. Yürekler lıhtı kan boldu, elemlik bu musibettin. Xitay kıynap zulüm saldı, aram vermedi çıp vatende. Vatenden çıktık hicret dep, musafir bolduk çet elde. Uygur tıllık Xitaylar köp iken çetimi bilmettik. Terip fitne pasak bizge zulüm saldığı yat elde. Çılap pırtıp parazitlar Afgan'a, Şam'a, Irak'a, kırıp yatının kolu bilen düşmenge yardım kılmak'a, mana sansız oğul kızını yokatı yaptı kırdırdı, aman kalgan terörde düşürdü dernek kıltak'a. Uyalmaydı kar yüzler Zinnetgul eslide DAEŞ, onun tutulmuğu hakkır, onun da bar yaman hahiş, yana deydi o bir Tacik emes Uygur kızı esla, özü Halid-i Kepekni bu öz meyliçi bolgan iş. Birov ispat talep kılsa Uygurluk
bermaysan, talab qilgan shu organdan dalil isbot akal deysan, ketib fursat qalxur Xitoy zinnat yo'lini ilib ketsa, o'zingni oqlamoq uchun to'qib yolg'onni rost deysan. Cevap bergin qara yüzler senler o kızını körgenmi? Ummangan çağlı Daişqa senler hem birle yürgenmi? Niçin yalgan bilen elni aldap özünü aklaysan veya senler bu qovluqni şu şeytandan ögengenmi? Xalq qo'zg'alsa bir ishqa to'sib oldini chitlaysan, palani aqchi bu ko'kchi deysan, boshqanga yig'laysan, bilib qolsa biror aql kishi mikringni paylingdan buzib og'zini qo'yib o'tib chechib shalingni tillaysan. Nadan çağlap türüklerini boyap közünü aldaysan, setip halkını başkanla tuhmet çaplashni yanmaysan, içeler bir gün çümperden bolsan mı kançı kov mekkar, bilip kalgın qara yüzler devletini aldayalmaysan. Benim şu yazgan şeyim müşahidim oldu. Hem de bu hakikaten bu bizim kalbimizni ezdi. Hem de qağımsızlık rahmet bu ikranga teklif qilganlarga. Allah rahmet olsun. Vallahi rahmet sizge, Allah razı olsun, rahmet. Qarindishimiz Zinnatgul Tursun to'g'riliq bir she'r yozibdikan, buni qarindoshlarga taqdim qilgan bo'ldi. Men oxirida Ali Akbar Damullojimning bir qancha yig'iz gapini anglab o'tib, fikrimni, ya'ni suhbatni oyoqlashtiray deyman. Assalomu alaykum Ali Akbar Damullojim. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qanaqalar? Elhamdülillah, men naq maydondan urvatim o'zlarga bu Abdukim Yusuf masalasida sizning bir qancha qiz gaplarini anlatib suhbatni oyoqlashtirmoqchi hozir. Ovozlar yaxshi chiqyotidi. Mush qarindoshlarga mush masalada Turkiyadagi qarindoshlarning tirishchanligi, boshqa dunyodagi boshqa qarindoshlarning tirishchanligi masalasida o'zlarining bir ko'ngil so'zlarini anlatib, undan keyin suhbatni oyoqlashtirsak deyman. Marhamat. Rahmat, Allah razı olsun. Bununla nispeten biz bu kararını algan vaktimizde kişide saat 3:20'de de bir telefon geldi. Ben de avlattım, şunun katta bir yolundan kalmasam da. Biz hususen ben amalsız kaldım bununla nispeten. Ve de bunun yargıdaki bir yolunun imkaniyetimiz bulmayıp kaldı o kişilikte. Ama eğer size başka durup baktık, hızlanıp baktık, hususen biz dua kıldık ama hususen benim kulağımdan bu iş farklı bir faydacılıkla bir iş gelmedi, anlamadı. Ama Amerika'daki bir katlar kardeşlerimizin ki Kanat olsun, Tahir Emin olsun, Sadık Budayar olsun, şunu hoşçakalın ben bilmegen bir katlar balının ki Harun Mecit'in ki oğlu bu balının mesela şu katalık balının ki tırşalık özelliklerini anlıp toplumsal oldu. Ben hoş oldu. Ben ondan başka medik ulemalar cemiyeti ulema Katar tarafından yapılan Allah kılıç imkaniyeti ayardan Allah bana bir uğrunup bir tırşalık göstergelikini anladık ama herhalde Amerika'daki balının ki baştan başlayıp en nazım vakitte, deslap vakitte, ciddi vakitte kişileme hareket getirip tutuşup bu işten ki bir işinin sağlıklı biz kursan bulduk. Bu iş konusunda biz hareket kılamadık ama bizimki kardeşlerimizin ki otobüs hareket kılıp